Просто gapirgan gapingni raqamga o'tkazib ber desam aka, tamom, yaxmalab yetib ketadi bachalar, tamom. SMMchilar o'rtacha yoshi qancha endi? SMMchilar xafa bo'lmanglar ukalarim. Keyin Habib keyin san ham chiqqin sahnaga. Bo'lar endi, tajribam yo'q deyishga. Mana chortoq bor, u bor, bu bor, sen ayta olasan, uyalmagin. Agar ana bir prikol bordi-ku, sen kimsan, hech kim emassan, kamerachisan-ku deydi-ku, hech qanaqa ko'rmagansan deganday gapmiz. Birinchi testlarni o'sha Hasan aka chaqirganlar. Faktorda bir sinab ko'r o'zingni deganlar. Misol uchun iPhone 17 Pro oldingisidan qimmatroq, o'sha eski mijoz sotib oladi. 16 Pro'ni egasi 17 Pro'ni oladi. Biznesga kirayotgan payt ana uniki zo'r ketyapti, men ham qilaman. To'xtab, может o'shaniki zo'r ketayotganligi uchun shu sohaga kirmasdan balki. Boshqa bir zo'r narsani toparsan desa, yo'q, men o'shanga kiraman, abizan. Undan ham zo'r qilaman deydi. Hammalaringizga assalomu alaykum. Business Renaissance loyihasini keyingi sondagi podkast bilan. Bu adashmasam 13-chi aka, to'g'rimi? 13-14. 13 yoki 14-chi podkastimizga ko'rib turganimizdan sizlarni juda ham xursandmiz. Bugungi mehmonimiz marketing sohasidagi qarashlaringizni oyog'ini osmondan qilib qo'yadigan inson. Buxoroning asl farzandlaridan, lekin Toshkentga kelib qolganlar hozir. Juda katta kompaniyalarni shu darajagacha yetib kelishida marketinglarini tizim qadamma-qadam KazDev asosida qo'yib bergan insonlardan bittasi Habibullo Sa'dullayev. Bugun suhbatimiz juda qiziq bo'ladi. Doniyor aka, sizga so'z. Assalomu alaykum aziz do'stlar va bizlarni kuzatuvchilar. Bizlar Business Renaissance loyihasini haqiqatan ham 14-15 loyihasida va yana sizlarning oldlaringizga poytaxtga kelganmiz. Ajoyib insaytlar, ajoyib ilmlar bilan tarqatish yo'nalishida harakatlar qilyapmiz. Aziz do'stlar, bugungi mehmonimiz bizning ustozimiz, qisqa qilib aytganda, marketing yo'nalishi bo'yicha va aynan biznesda tizim qurishni marketing strategiyasi degan g'oya bilan chiqqanlar. Ya'ni bu g'oya umumiy o'zimizdan chiqqan aziz do'stlar. Bugun ajoyib insaytlarni olamiz, xudo xolasa. Ustoz, katta rahmat, Habibullo Sa'dullayev bilanlar. Menimcha Rahmat, assalomu alaykum. Hammani ko'rib turganimizdan xursandmiz. Menimcha manfaatli suhbat bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Zo'r. Ustoz, bizlar boshlanishiga qisqagina siz haqingizda bir bizlarni kuzatuvchilar, Buxoro tadbirkorlari va butun respublikaga bo'yicha chiqyapmiz endi Renaissance loyihasiga. O'shalarga ma'lumot bo'lish uchun qisqagina qilib o'zingiz haqingizda gapirib berishingiz kerak. Endi Business Renaissance avvalo Buxoro loyihasi bo'lgani uchun biz ham o'sha Buxoro Sharif farzandimiz. Ota-onam o'qish maqsadida Toshkentga kelishgan. Shu bilan keyin bu yerda qolingan, lekin o'sha pasportda Buxoro deb yozilishi uchun maxsus borib Buxoroda qon to'kilsin degan narsa bo'lgan. Buxoroda tug'ilganman, lekin o'sib ulg'ayishimiz, asosiy vaqtimiz Toshkentda o'tgan. Kanikul paytida amakumlarnikiga, xolamlarnikiga, har xil qarindoshlarnikiga, bobo-biylarnikiga borib katta bo'lganmiz. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan, lekin uyda Buxoro atmosfera saqlangan. O'sha sheva deysizmi, urf-odatlar, boshqa hamma narsa Toshkentda urg'agishimizga qaramasdan, uyda hali ham Buxoro atmosferasi bor. Ota-onam bu narsaga juda qattiq qarab kirishganlar. Ulardan tashqari, ota-onamdan tashqari, yana bizani oilamizda birinchilardan bo'lib kelgan o'sha dadam tarafdan tog'a bo'ladilar, onam tarafdan amaki bo'ladilar. Rahmatulloh Barakayev, o'sha akademik, ona tili adabiyot bo'yicha ko'zga ko'ringan yetuk O'zbekistondagi sanoqli mutaxassislardan, bolalar adabiyoti bo'yicha, Alisher Navoiy adabiyoti bo'yicha juda kuchli mutaxassis hisoblanadi O'zbekistonda. O'sha kishi sabab bo'lib, hamma qarindoshlar kam-kamdan keyin talaba bo'lib yig'ilib kelgan. Ular bilan hozir hammamiz bitta mahallada yashaymiz. Oramizda unaqa uzoq emas. Shuning uchun biza Buxorodan chiqqan bo'lsak ham, Buxoro hali ham qalbimizda deydi-ku. Shunaqa Buxoro atmosferasi bizani hech qachon tark etmagan. Shuning uchun ham ko'pchilik biza Buxoroga borsak, Shohjahon aka ham shunaqa deb o'ylaganlar. Men Buxoroda katta bo'lganman-u, Toshkentga kelib qolganda, yo asli teskarisi. 9-sinf bitirganman Toshkentda, keyin 10-11-sinfda o'sha Vobkentda, o'sha o'zimiz tug'ilgan joy, ixtisoslashtirilgan maktab gimnaziyasi bor. O'sha gimnaziyada 10-11-sinf o'qiganman. Vobkentda, agar sinfdoshlar ko'rib turgan bo'lsa, alangali salom.
Salom. 22 kishi o'qiganmiz shu gruppada. Asqar aka Badalovni qo'l ostlarida kuratorliklarida o'qiganmiz. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, bu kishi ham juda ham kuchli mutaxassislardan. Asosiy bilimlar fundament shu yerda olingan. Keyin shunaqa qilib iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirganman, aynan marketing yo'nalishi bo'yicha. Bakalavr bitirdim prezident stipendiyasi bilan. Mashallah. Narxozga? Iqtisodiyot universitetida bakalavr bitirdim. Undan keyin chet elga ketish niyatim bor edi. Orada 1 yil Hindistonda o'qib kelganman neyromarketing bo'yicha. Bakalavr paytida almashinuv dasturi bo'yicha. Keyin prezident stipendiyasini olganman, bitirganman, chet elga ketaman deb turgandim. Magistraturaga imtiyoz beriladi-ku. Magistraturaga imtiyoz beriladi. Samsung Electronicsga ishga qabul qilingandim bakalavr bitirgandan keyin. Ham ish bor, ham magistratura bor. Shu bilan keyin O'zbekistonda qoldim. Samsung Electronicsda ish boshladim marketing yo'nalishi bo'yicha. Chet elga ketmasligimning yana bitta sababi o'sha payt juda ko'p fikrlar o'ylab bo'lgan. Agarki karyera O'zbekistonda qurmoqchi bo'lsam, chet elga borib nima qilaman degan narsa bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston bozoridan uzilish niyat bo'lmagan. O'sha tajribani o'zimizda boshlaymiz deb oddiy dizaynerlikdan talabalik paytimda boshlagan edim. Grafik dizaynerlikdan boshlaganman. Bu grafik dizayn bo'yicha ham birinchi qilgan ishlarim shu o'zlariz tonigan, bilgan Otabek Abdullayevni Web Marketing degan agentliklar bo'lardi. U kishi talabalik paytlari Web Marketing degan agentliklari bor edi, reklamli agentство. Veb saytlarni qurish bilan shug'ullanishardi. Shu yerda logotiplar yoki rasmlar, shunga o'xshagan narsalar qilib, birinchi zakaz shu kishi berganlar. Shunaqa qilib marketingga qiziqib qolganman. Ular ham iqtisodiyot universitetini bitiruvchilaridan. Shunaqa qilib keyin magistraturani ham Toshkentda bitirdim iqtisodiyot universitetida. Keyin Samsung Electronicsda bir 3 yil, 4 yil ishladim. Undan keyin 2016-yilda edi, 2016-2017 ekan. UGC dasturi bor, Yapon O'zbekiston markazini PMP degan dasturi bor, Professional Management programmasi deydi. O'sha dasturda o'qish niyat qildim. Bu xuddi bir mini MBA ga o'xshagan narsa. Shu yerda 6 oy davomida o'qidik. U o'qishdan chiqqandan keyin o'zim bir mustaqil ish qilishim kerak, marketing agentligim bo'lish kerak degan niyatim bor edi. Va o'sha marketing agentliklarini xalqaro standartlar bo'yicha, ya'ni shu Samsungda undan oldingi olingan tajribalar, Hindistonda ko'rilgan tajribalar bo'yicha to'g'ri marketing otdelini qurishimiz kerak deb. O'sha paytlar endi mana SMM urchish boshlagan edi. Marketing deganda hamma yo reklama, yo SMM tushunadigan payt edi. Xuddi o'sha nimaga to'g'ri kelib qolganmiz biz ham holatga va biza borib marketing qilamiz desak, hamma SMM kutgan bizadan. Biz prinsipialni SMM olmaymiz deganmiz. Shu bilan bankrot bo'lganmiz. Shu davri SMM bo'lganmiz. SMM davri edi, lekin SMM bilan shug'ullanish niyati yo'q edi bizda umuman. Bankrot bo'lganmiz deb endi hazillashib aytaman. Komanda tarqalib, loyihalarga kirib ketganmiz ishga. Chunki bizani asosiy lead oladigan joyimiz Headhunter edi. Headhunterga kirib, marketing bo'lim rahbarligini qurmoqchi bo'lganlar bilan borib gaplashardik. Keling, bizning agentligimiz bor, mana kuchli mutaxassislar bor bizda, shular bilan birga ishlab beramiz deb outsource ish boshlaganmiz. Qisqa 2-3 ta mutaxassis bor edi u paytda, yaxshi analitikimiz bor edi. Men yaxshi bitta copywriterimiz. Ular bilan ancha-muncha loyihalar qilganmiz. Katta yirik loyihalar ham bo'lgan. Ichida respublikada kirib keladigan, masalan, Xitoydan import qilinadigan shinalarning yarmisini nazorat qiladigan korxonalar bilan ham ishlaganmiz. IT bozorida banklar bilan juda ham katta kelishuvlar qilib, IT komandasini, tex soprovождениесini qiladigan IT komandalar bilan ham ishlaganmiz. Yirik kompaniyalar bilan ishlaganmiz. Tajriba shunaqa bo'lgan, lekin agentlik sifatida emas, ya'ni yollanma xodim, part time job sifatida ishlaganmiz. Shu bilan keyin yaxshiroq takliflar bo'lib, shu loyihada ishlasangchi degan narsalar bilan komandadagi bolalar keyin o'sha tarqalib ketib qolgan, agentlik qila olmaganmiz. Shu bilan keyin men Chortoqda ishlashni boshladim. Chortoq Shobaxsh ichimlik suvlari bilan. U yoqda ham qiziq bo'lgan. O'sha komanda tarqalib bo'lgandan keyin bizning HR partnyorimiz Person Huntersda Yuliya
shu Person Hunters rahbari bir qiziq taklif berib qo'ygan. Endi shunaqa Chortoqda yangi komanda yig'ilyapti. Men o'zim tanigan, bilgan kuchli komanda, agar qiziq bo'lsa davay degan. Va ular Samsungga ham meni taklif qilishgan. Samsungga ham, ya'ni men umrim davomida nechta ishga kirgan bo'lsam, shu Person Hunters komandasi bilan kirganman. Bu xuddi bir futbolchilarning agentiga o'xshagan narsa. Agentlar qancha yaxshi ishlasa, shuncha kadr ham rivojlanadi-ku. O'zbekistonda ham shunaqa xodimlar bilan, yaxshi xodimlar nima deydi, HR agentlikni nazoratidan chiqib ketib qolmaydi. Yaxshi kadr bo'lsa, doim nazoratda turadi. Bo'sh bo'lganini bilsa, yaxshiroq loyihaga taklif qiladi. Shunaqa qilib Chortoq bilan tanishganmiz. Chortoqda 5 yildan ortiq birga ishladik. Chortoq endi boshlanayotgan paytlar edi. Komanda zo'r yig'ilgan, haqiqatdan kuchli komanda yig'ilgan. Yo'qda Timur aka, Aleksey Pavlovich, Odil aka, Olga va hokazo, xullas juda kuchli kadrlar yig'ilgan. Ularni tajribasi kamida 8+ edi. 8 yildan ortiq o'zim sohasida ishlagan, kamida 8 yil ishlagan kuchli mutaxassislar edi. Kuchli komanda, kuchli produkt yaratib biladi. Shunaqa qilib Samsungdan chiqib bu yoqqa kirganimda shu orada oylik masalasini aytadigan bo'lsam, mana deyarli 3 barobar farq bo'lgan. Samsungda olib turgan yoki hozirgi kundagi daromadimdan Chortoq taklif qilayotgan taklif 3 barobar kam edi. Lekin Aleksey Pavlovichning gaplari holigacha esimda. Men pul emas, lekin zo'r narsa va'da qilaman. Bu tajribani boshqa biror kompaniyada ola olmaysan deganlar. Rostdan ham men shu komandaga qiziqqanman. Holigacha aloqadamiz, hurmat qilaman. Juda ham kuchli komanda. Shuning uchun ham ko'p holatlarda mana Chortoqni Chortoq qilgan deyshadi, Samsungda ishlagan unaqa, yo'q unaqa emas. Meni ham nimadir qilsam bor, lekin asosan baribir yerda komanda. Chunki один в поле не воин deydi-ku, bir kishi hech narsa qila olmaydi unaqa joyda. Timur akani hissasi juda katta, Oля moliyachi sifatida juda katta hissasi bor. Aleksey Pavlovich rahbar sifatida kerak joyga kerakli odamlarni qo'yib, ularni tilini topib, kerak paytda baqirib, kerak paytda yumshoq gapirib deganda, xullas hammasi o'zini o'rnida bo'lishi kerak. O'sha chiroyli komanda yig'ilgan, shu bilan nima bo'ldi? Muvaffaqiyatga erishdik komanda bilan. Hozirgacha ham gaplashib, yig'ilib turamiz. Shunaqa. Shu bilan Samsungdan chiqqanda niyatim Chortoqqa kirganda ham bor edi. O'sha kecha-kechagida esimda ko'p intervyularda aytganman, bundan charchamayman. Chunki odam maqsadi bo'lishi kerak. 5 yildan keyin o'zing qanaqa tasavvur qilasan degandim, aytganman Aleksey Pavlovich, men o'zimni marketing agentligim bo'lishini xohlayman. Men niyatim, maqsadim shu. 5 yildan keyin Chortoqda tasavvur qilmaysanmi sen o'zing degan. Aytganman, agar niyat yaxshi qilamiz, agar 5 yil ichida men yomon xodim bo'lsam, shundaqa men haydab yuborasizlar. 5 yil ichida ketaman, men tizim o'zi chiqarib yuboradi. Agar men yaxshi xodim bo'lsam, harakat qilaman, shu 5 yil ichida mensiz ham shu narsa davom etishi uchun tizim qurmoqchiman men. Marketing bo'limini tizimli qilish niyatim bor meni. Shuning uchun bu narsani tuzishga harakat qilaman. Menga yordam bersangiz bo'ldi. Men xohlayman 5 yildan keyin Chortoq meni eng yaqin mijozlarimdan bittasi bo'lsin. Agentligimni bitta bo'lakchasi bo'lsin. Men mehrimni berib, darsh ishlashni xohlayman. Yoki men mutaxassis sifatida hali o'zimni yetilgan deb hisoblamayman. Demak, men nimanidir noto'g'ri qilyapman, nimanidir o'zgartirishim, to'g'rilashim kerak bo'lib qoladi degan gap bo'lgan va shu 5 yil o'tganda Aleksey Pavlovich eslatgan shuni. Habib degan shunaqa niyating bor edi, nima bo'ldi deganda xursand bo'lganman. Birinchidan shu e'tibor, bu narsani eslab qolishlari, ikkinchidan o'sha payt qariyb yarim yil bo'lgan, marketing maksimum kursida ustida ishlab, razrabotkalarini qilib, marketolog tayyorlaymiz. O'sha yetilgan yaxshi shogirdlarim bilan birga keyin agentlik quramiz degan niyatimiz bor edi. Shunaqa qilib marketing maksimum dunyoga kelgan. Chortoqda ishlab yurgan paytimizda o'sha keyslarni to'plab, metodikalarni tuzib, O'zbekiston sharoitida qanaqa qilib bu instrumentlarni ishlatish mumkin, qanaqa qilib shu yo'q narsani ustida marketing bo'limini tuzib, uni chiroyli boshqarish mumkin degan bir
niyat bilan qilganmiz. Birinchi testlarni o'sha Hasan aka chaqirganlar. Infaktorda bir sinab ko'r o'zingni deganlar. Infaktor ham bir chiroyli istoriya. 2016-yil Ground Zero'da nimadan chiqqanman, как раз PMPdan chiqib, o'zbekcha kontentlar yo'q deb Hasan aka onlariga borib pitch qilganman. Agar shunaqa o'zbekcha kontentlar yo'q. Men hali yoshman, deb aytdi, 25 yoshman. Men chiqib hozir gapirsam, ozgina uyat bo'ladi. O'zim hayotiy tajribam yo'q, uyalaman men. Lekin shuncha mavzu bor. 2013-yil UzReport kanali bilan biz UzBrand degan bir loyiha tayyorlagandik, lekin u efir yuzini ko'rmagan. Efirga chiqmagan. Hozirgida masalan 4 ta kamerani qo'yib davay syomka qilamiz degan gap bo'lmaganda. Bu paytda oldin rejalarni yoz, hammasini dastur qilib tuz, keyin uni olib borib tekshirtir, tasdiqlat, kim nima deydi, qachon so'zga chiqadi, har bitta so'z yozilishi kerak bo'lganda. Ancha-muncha narsalar tayyorlangan, lekin efirga chiqmagan. Keyin Hasan aka shunaqa loyiha qilayotgandik, esingizda bo'lsa, o'sha bo'yicha bir boshlasak. Mana u payti laboratoriya biznesi degan ko'rsatuv bo'lardi. Arsen Dlanchev, So'ran Sapov, Hikmat aka Abdurahmonov 3 kishi vedushi bo'lardi. Bitta mehmon chaqirishardi Ground Zero'da. Rus tilida bo'lardi. Mana rus tilida dastur bor biznes to'g'risida, lekin o'zbek tilida yo'q. Kerakli shuni o'zbek tilida qilaylik. Hasan aka deganimizdan keyin muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillari deganda N faktor degan va shu Mama Saidovlar N harfi asos bo'ldi deb nima qilsa, biz ham shu shogird sifatida qayerlargadir sababchi bo'lganmiz. Shunaqa qilib N faktor boshlangan. Keyin men Chortoq bilan band bo'lib ketdim. N faktor o'zlari Hasan aka endi bir narsaga kirishsalar qattiq kirishadilar. Husan aka bilan birgalikda u kuchli sinergiya bor. Juda zo'r muvaffaqiyatli loyiha bo'lib chiqib ketdi bu. Keyin Habib endi sen ham chiqqin sahnaga. Bo'lar endi tajribam yo'q deyishga. Ana Chortoq bor, u bor, bu bor, sen ayta olasan, uyalmagin. Davay deganlar. Shu bilan Hasan aka bilan yetalab chiqarib yuborganlar sahnaga. Birinchi o'sha seminarni tashkil qilganda rosa hayajonlanganman. O'zi dars o'tish men uchun yangilik emas. Narxozda ham dars o'tib katta bo'lganman. Yaxshi ko'raman. Hozir ham mana so'z bermasdan gapiryapman. Yaxshi ko'raman. Men uchun bu yangilik emas, lekin faktor sahnasiga chiqqanda rosa hayajon bo'lganda. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qanaqa kutib olishadi. Tadbirkorlar kuchli bo'lsa, u bo'lsa, o'sha tayyorgarlik qilib borganman, tarqatma materiallar, nimalar bilan. Birinchi dasturga qarangki, men taniydigan juda ko'p tadbirkorlar kelgan, shaxsan taniydiganlarim, boshqalarim. Lekin darslardan keyin yaxshi iliq feedbacklar berishgan, juda chiroyli qabul qilishgan. Shu bilan keyin bu sohaga kirib ketdik. Chortoqdan chiqdim va o'zimiz mustaqil ishlashni boshladik. Shu o'zim niyat qilganimda o'zimizni bitirgan shogirdlar bilan birga tilimizdan to'g'ri keladigan, niyatimiz bir-biriga to'g'ri keladigan yigitlar bilan baraka topishdim. Proaktiv marketing agentligini tuzganmiz. Hozir 2022dan buyog'iga hisoblasak 2,5-3 yil bo'lib qoldi. Bu komanda bilan ishlayapmiz. Ancha-muncha kompaniyalar bilan birga ishladik. Yaxshi yomon rezultatlar bor. Ajoyib keyslar bor. Xudoga shukr. Yaxshi, zo'r. Habib aka, anaqa suhbatingiz davomida hozir o'sha o'zbek kontent haqida ma'lumot berdingiz. O'sha o'zbek kontentdan bir qanaqadir siz foyda ko'rish niyatida qadam qo'ymagansiz-da o'sha payt. Ya'ni ko'rgansiz rus kontentlar zo'r, ilmlar zo'r, lekin o'zbek auditoriyasida qanaqadir ma'lumotlar juda kam boryapti. Shu dard bo'lganda, biz ham xuddi shuni Shohjahon akam bilan dardimiz bo'lgan. Ya'ni o'sha mahalliy bozorda, Buxoro bozorida dardimiz taxminan spikerlarni hisoblasak bir 7-8 ta spiker shu Buxoro hududidan chiqqanda va bu kishi bilan hazillashib aytamiz, nima uchun bular Buxoro qaytib olib bormaydi deb. Hech bo'lmasa shu ilmni tarqatish uchun Renesansda uyg'onish g'oyasini deb Shohjahon aka bilan qildikda, mana shu sizga o'xshagan buxorolik tadbirkorlarni harakat qilyapmiz olib ketishga. Anaqa Habib aka, dastlab sizni taniymiz o'sha Chortoqda yoki bo'lmasam ba'zi kompaniyalarda konsalting sohasida ham kirgansizda. Lekin mana maksimum marketingdan va oxirgi suhbatlarimizda o'zimizning shogirdlarimiz ham eshitadi, do'stlarimiz. O'sha maksimum marketingda trening sohasida ham o'tdingiz. Nima uchun trening sohasida o'tib ketdingiz? Shu haqida ham trening sohasi endi aytdim-ku, biz uchun bu asosan biznes emas.
Bu bizani qanday desam, shu marketing bozorida marketologlarni sifatli qilib yetishtirish maqsad, niyat shu. O'shaning uchun ham biza uni katta zapusк qilmaymiz. Masalan, 100 ta 200 talab odam olmaymiz. Maqsad o'sha instrumentlarni o'rgatish. Maqsad o'sha marketolog o'sha bizani litseyda o'qib yurgan paytimiz Ortiqov Ilhom aka matematikadan dars berganlar, o'sha aytadilar-da, mana masalani o'ynab ishlasang ham o'ylab ishlagin, o'ylab ishlasang ham o'ynab ishlagin deydilar. Ya'ni bu nima degani desa, san shoshib turgan bo'lsang ham bu narsani aqling ishlab tursa, o'ylab ishlab ketaverasan. O'ylash kerak bo'lgan narsani ham diqqat bo'lmaysanda, o'ynab ishlab ketaverasan. Qachonki formulani mohiyatini tushunsang. Misol uchun tangens, katangens, sinus, kosinus deymiz-ku. Uni qachon men ishlataman deydi ko'pchilik bolalar. Buni maktabda o'qiyotgan payt ustoz deydi, bu nima bu deydi. Bu nima, qachon kerak bor bu narsani deydi. Mohiyatini tushunib olsa, bu o'sha burchak qarama-qarshisida turgan katetni gipotenuzaga nisbati degan narsani tushunsa, bu qachon kerak ekanligini bilsa, keyin sinus kosinus nima ekanligini so'rab ham o'tirmaydi. Ha, bo'ldi, tushundim deydi. Shu bilan gazini bosaveradi. Xuddi shunday bizning niyatimiz bo'lgan marketingda ham mohiyatda tushuninglar. Nimalardir ko'r-ko'rona qilish kerak emas. Misol uchun logotip kerak ekan deb logotip chizish kerak emas. Stranitsa kerak ekan deb SMM stranitsa ochib Instagram yurgizish kerak emas. Unda ma'no bo'lishi kerak. Nima xohlaysan? Ha, nima xohlaysan? Misol uchun Chortoqda oling-da. Chortoqda SMM stranitsa ochilgan. U yoqda hech qachon biz distributsiya bo'yicha suv sotar ekanmiz. Instagramdan suv sotish degan narsa yo'q-da. SMMchidan kelib nimagadir meni sotuvlarim past, ko'tarib beringlar deb so'rasa, bu g'alati-da bu. Bu SMMdan nimani so'rashingiz, mohiyatini bilishingiz kerak. Shunaqa qilib biza ularga zadachalarni o'zini holatidan kelib chiqib, vazifasidan kelib chiqib, to'g'ri qo'yib, to'g'ri narsani kutganmiz. Mana qarang-da, mana Samsung Electronics 2013-yilda 360 kreativ agentligi bilan shartnoma tuzilgan. 2013-yil. Bugun 2025-yilda turibmiz. 2026-yilni ham kontraktini uzatayotgan bo'lish kerak. 13 yil bo'ladi. 13 yildan beri shu agentlik Samsung Electronics bilan birga ishlayapti. Sistemaga kirishida, bu kompaniya Samsung bilan ishlashida sababchilardan bittasi menman desam bo'ladi. Birga boshlaganmiz. 2014-yilda 360 kreativ agentligi bilan biza SMM bo'yicha eng samarali har bir sarflangan dollar uchun qaytgan eng yuqori samara natijasini olib, Samsungni o'sha e'tirofiga sazovor bo'lganmiz-da. Bu agentlik uchun Samsungga metrikalar bor-da. Kuchli narsa bo'lganda, hozirgacha ishlaydi. Nimaga desa, boshqa SMM komandalar endi Samsung qo'yayotgan talablarga javob bera olmaydi. Bular ishlayverib, hozir ularga ortiqcha topshiriq ham berish shart emas-da, u oilani bir a'zosi bo'lib ketdi. Endi bu Chortoqqa chiqqanimizdan keyin ham shunaqa davom etdi-da. Masalan, Chortoqda ham Wynot degan agentlik bilan ishladik. Wynot degan agentlikni 8 yil davomida ishladi. 8 yil. Chortoq bilan, ha? Bitta SMM agentligi 8 yil bitta korxonani xizmatini qilish. Hozir masalan, ba'zi bir SMM agentliklar target yoqadi. Targetlarni ko'ramiz. LTV 6 oy deydi. Bitta loyiha bilan o'rtacha 6 oy biz ishlaymiz deydi. Mani uchun rezultat emas u. O'rtacha 6 oy bu prosta auditoriyani tonib, kompaniyani brendini mohiyatiga tushunish uchun ketadigan muddat deb o'ylayman men bu narsani. Keyingi 6 oyda u natija qilishi mumkin. Lekin o'sha kompaniyaga shu vaqtida pulini to'lab, bir-biri bilan muammolasiz, hamma narsasini joy-joyiga qo'yib ishlash uchun to'g'ri tuzilgan marketing komandasi kerak. Marketing rahbarini ham kallasi joyda bo'lishi kerak. Bizani maqsadimiz, niyatimiz marketing maksimumdan shu bo'lgan. Ya'ni marketing mohiyatini tushungin, nima ekanligini bil, qaysi instrumentni qachon ishlatasan, san o'zingni atrofingdagi hamkorlaringdan nima kutasan? Doniyor aka SMMchimi? Nima kutamiz u kishidan? O'sha narsani gaplashamiz. Shohjahon aka performansechimi? Target yoqadimi? Okey, u kishidan nima kutamiz? Bir xil payt almashib qoladi-da. Men sizdan sotuv kutaman, bu kishidan подписчик kutaman. Qachon keladi, nima bo'ladi? Abdullo aka. Qarangda, men hamma biznesmenlar nomidan gapiraman. Gapiring.
shtobi hali ko'zi ochilmagan manga o'xshagan nima deydi marketing bilan SMM farqi bormay yurgan nimalar nomidan gapiraman. Qarang, o'zi marketingni определенный standartlari bormiki, qaysidir направлениyalar uchun. Hamma направлениyaga bor. Hamma направлениyaga qarang. Buxorodagi 99% biznesmenlar, mahalliy brendlar, mahalliy nimalar, tadbirkorlar SMMchik bilan marketologdan dod deydi. Men ko'pchiligini taniyman, shu 3 oy, 5 oy maksimum ishlasa 6 oy. O'zi atak birinchi oy beraka jo'rajon deydi. Ha, qancha bo'ldi? $500 oyga berasiz deydi. Men sizga bir dunyo narsa qilib beraman deydi. Qarabski, na rezultat bor, na nima bor. Natija bor, yana aybdor o'zi bo'lib chiqasa, yana aybdor u tadbirkor. Mana biz biznesmen-ku, marketologga pul beramiz, o'zi marketolog deb o'ylagan odamimizga pul beramiz. Lekin u yoqda chapachilling hamma narsa. Nima qilish kerak aka? Biznesmen bu SMMchi yoki marketologda haqiqiy yaxshi ekanligini tushunishi uchun nima qilishimiz kerak? 1 2 3. Xo'p, bitta savol beraman-da sizlarga. To'g'risini aytaymi yo to'g'ri qilib aytaymi? Tak, birinchi to'g'ri qilib ayting. Biz tushuna olaylik, keyin to'g'risini aytasiz. Ikkalasi ham bor aka. To'g'ri qilib aytadigan bo'lsam, hech kimni xafa qilishim kerak emas-da. To'g'risini aytadigan bo'lsam, kimgadir tegib ketishi mumkin-da u. Yo'q, tamom. Mana teksin, mayli teksin. Bizning ilmimiz yo'q deylik marketingdan. Ana bu normal holat. Chunki biza marketolog bo'lmasligimiz mumkin. Biza ideya odam bo'lishimiz mumkin. Biza moliyachi bo'lishimiz mumkin. Shunaqa. O'zi bitta narsa bor. Umumiy boshqaruv turlari bor-da. Boshqaruv turlarida O'zbekiston sharoitida, inson uzoqroqdan kelaman. Markazda rahbar turadi. Hamma narsa rahbar atrofida. Rahbarning kayfiyatiga qarab ish qilinadi. Ishlab chiqarish ham, xodimlarni boshqarish ham, HR desak, moliya ham, marketing, sotuv ham hammasi rahbar qo'shqog'iga qaraydi. To'ppa-to'g'ri. Biror misol uchun, marojniy ishlab chiqarayotgan bo'lsa, mana shu ta'm qizimga yoqdi deydi. Qizim xohlagani uchun chiqaraman deydi. Ismini ham deydi, qizim ismiga qo'yaman deydi. Bor unaqasi. Korxonaning nomi ham, marojniy nomi ham shu qizining ismi bilan bo'ladi. Unga yoqadigan ta'mi ham shu qiziga yoqadigan ta'm bo'ldi. Vsyo. Nima uchun bunaqa qilding desa, mana deydi Safiya bor deydi. Mana deydi u bor, mana bu Go'zal bor, mana bu Laylo bor. Nima uchun deydi? Endi Zulayxo bo'lishi mumkin emas deydi. Shu bilan Zulayxo degan marojniy chiqadi. O'zini ta'mi bilan chiqadi. Okey. Biznesmen agar bu hobbi bo'lsa, qilishi mumkin. Lekin bu biznes emas, bu hobbi. Endi undan dahshat holatlari bor. Treninglarga boradi bu biznesmen. Treninglarga boradi-da, men deydi operatsiyonkadan chiqishim kerak. Eng yomon joyi boshlandi. Va o'zini o'rniga birorta yordamchini yoki SEOni tayyorlashni boshlaydi. U aslida u yordamchi bo'ladi. SEO emas. O'shanda ham shef nima desa, o'sha gap bo'ladi. Faqat u boshqa odamning tili bilan gapiradi. O'zi ishda bo'lmaydi, yordamchilar boshqaradi. Endi yordamchi qanaqasi qo'yiladi desa, ishonadigan yordamchi qo'yiladi. Ya'ni pulga xiyonat qilmaydigan, xo'p bo'ladi deydigan, tam oldi orqasini yopib yuradigan, chepalarni to'g'ritlaydigan, ishonadigan odam bo'ladi. Lekin bu malakali degani emas doim ham. Bu yordamchi yana xuddi shunaqa. Ishlab chiqarishni ham boshqaradi. Boshqaruvga ham qaraydi, xodimlarga ham qaraydi, kimnidir ishga olish, bo'shatish, oylik tayinlash, hammasiga aralashadi. Moliyaga ham aralashadi. O'zi moliya yo'q bu yerda. Lekin pulni kontroli bunda. HR bilan sotuv ham, marketing ham hammasi shu yordamchini qo'shqovoq bilan ishlaydi. Endi agar yordamchi yaxshi bo'lsa, berdi Xudo. Yaxshi bo'lmasa, urdi Xudo. Endi bu narsani ko'radi-da, aytadi, "Chotdan yeto" deydi, savdo bo'lish kerak deydi. Savdoni olib kelib qo'yadi o'rtaga. Sen qaror qilasan deydi. Chunki pulni sen tushiryapsan deydi. Hamma gapni sotuvchining og'zidan oladigan bo'lib qoladi. Sen ayt nima ishlab chiqaraylik. Sen ayt qanaqa xodim kerak, qancha oylik beramiz, KPI'larni qo'y, sen ayt deydi, sotuvchi o'rtaga kiradi. Rul sotuvchida. Lekin sotuvchining vazifasi agar qisqa va uzoq masofaga yuguramiz deydigan bo'lsak, sotuvchi Usain Bolt. U 100 metrni iloji boricha tezroq yugurib o'tish kerak. Lekin biza marafonga chiqqanmizda 20-30 kilometr yugurishimiz kerak kamida. 100 metr emas.
sotuvchi qisqa muddatli natijalarni gazini bosaman deb kompaniyani charchatib qo'yishi mumkin. Qisqa muddatli sotuv, misol uchun hozir deydi, men bu yoqqa 20 millionlik sotuv bor, buni qilib ber deydi. Ishlab chiqarish aytadi, men qila olmayman buni. Menga farqi yo'q, qilasan deydi. Shu bilan ishlab chiqarish izdan chiqadi. Buni sotib bo'lgandan keyin keyingisini olib keladi. Aytadi, "Oy, bu pust nalatgani vaqti bor. Buni hozir chiqarib bera olmayman. Seriyo, periyo, u yoq bu yoqsa men sotdim" deydi. "Qil davay" deydi. Shu bilan sotuv markazida bo'lishi yaxshi qisqa muddatda. Uzoq muddatda tizim bo'lmaydi. Uzoq muddatda hamma narsa xaos bo'lib ketishi mumkin. Bunaqa xaoslardan charchaydida, keyin aytadi, "To'xta" deydi, "Endi" deydi, "pul o'ngga chapga ketib qolyapti." Chunki sotuvchiga tejash degan narsa yo'q-da. Sotuvchi pul topaman deydi, rasxod bo'lsa bo'lsin deydi. Foyda qolyapti-ku sotuvchi. Keyin moliyachini olib kelib qo'yadi. Moliyachi nimaga desa, "Sen pulni nazoratini qil" deydi. "Chota sotuv bor, lekin foyda yo'q. Nimadir qilishimiz kerak" deydi. Shu bilan keyin bu yoqda berejniy ekonomika degan narsa paydo bo'ladi. Moliyachi pullarni tejashni boshlaydi, hamma narsani nazoratga oladi. Sotuvchi ham qiynaladi, marketologlar ham qiynaladi. Nimaga desa, sotuv bo'lsa pul beraman deydi. Misol uchun hozir reklama qilishimiz kerak, $10,000 pul kerak. Nimaga desa, $100,000 tushishi uchun avval 100,000 ni qo'y, keyin 10,000 beraman. Avval 100,000lik sotuv qil, keyin o'shandan 10% beraman, reklama qilasan deydi. Haqqani birlamchi sotuv yo'q-ku. Olib qo'yish kerak edi o'sha payt deydi. Shu bilan yana buksavach qilishni boshlaydi. Nimaga desa, biz yugurishimiz kerak, lekin suv ichmasam yugura olmayman desa, "Ha, yugurib kel, keyin suv beraman" deydi. "Yugura olmayman, chanqab ketdim, holsizman" desa, "Bo'lmasa yugurma" deydi. Yugurish eplolmasang yugurma deydi. Shu bilan keyin bo'lim siz aytganingizda уже almashtiraveradi. Marketolog almashaveradi, sotuvchi almashaveradi. Xodimlar to'xtamay kelib ketishni boshlagandan keyin biznesmen o'ylaydi, "To'xta" deydi, "Chotdan yeto" deydi. HR o'rtaga qo'y deydi. Chunki xodimlar ketib qolishni boshladi. HR olib keladi. Endi HR kelgandan keyin eng omon davrlar boshlanadi. Nimaga? Deb o'ylaymiz, o'shanga menimcha. HR xodimlarni himoya qiladi, oyliklar zo'r bo'ladi, bonuslar zo'r bo'ladi, korxonada kayfiyat chotki bo'ladi, sotuv hamma narsa joyiga keladi, lekin o'sha nima desa, ko'p rasxod ketadi xodimlarga. Bonuslar, o'yna, yugur, team buildinglar, toqqa bor, unga bor, bunga bor, shunaqa narsalar me'yordan oshib ketishi mumkin. O'sha joyda xodimlar ozgina keyin naglets qilishni boshlaydi. Naglets qilish qanday desa, mijoz bir tinga olmay qo'yadi. Chunki korporativ bor, yig'ilishlar bor, nimalar borda, mijozga nisbatan qo'polroq bo'lib qolishi mumkin. Endi keyin aytadiki, "To'xta" deydi, "Mijoz gapirsin" deydi. Biz mijoz uchun ishlayapmiz-ku deydi. Mijoz o'rtaga qo'yib qo'yadi. Mijoz o'rtaga qo'yish ham juda ham xavfli. Klient всегда прав degan narsa bor-ku, u ham problema. Nimaga desangiz, klient har doim ham haq emas-da. Misol uchun keladi, menga deydi, o'zi 2 metr 5 santimetr joyi bor. Menga deydi 2-4 eshik bo'lishi kerak deydi. Pritik kirish kerak deydi. Oldiga santimetr zazorlar bo'lishini xohlamayman deydi. 2 metrlik qilib beraveraylik desa, "Yo'q, 2-4 qilib berasan" deydi. Ishlab chiqarish to'lig'icha 2-4 ga moslashish kerak endi. Keyingi eshik qanaqa bo'lishini ishlab chiqarish bilmaydi. Chunki to borib mijozni o'lchab kelmagunicha ishlab chiqarishga ayta olmaysiz, "Men buni ishlab chiqargan" deb. Standartlar buzilishni boshlaydi. Bitta mijoz uchun hamma narsa o'zgarib ketaveradi. Misol o'z biznesingizda bizda ham xuddi shunday. Bitta mijoz keladi, lekaliz bor standartda. Yo'q, bu to'g'ri kelmaydi menga. Uning uchun boshqa lekala, katta butun proses o'sha mijoz uchun moslashish kerak. Bu juda ham qiyin. Katta bizneslar biz o'sha. Ana endi o'rtada keyin aytadiki, "Ha, to'xta, mijoz bo'lish kerak ekan o'rtada", lekin mijozni kaprizi to'g'ri, noto'g'ri ekanligini, aytayotgan narsa qilishimizga arziydi yoki arzimaydi degan narsani marketing o'rganib bersin. Tadqiqot qilsin. Bu mijoz aytayotgan narsa yana nechta kishiga kerak, undan boshqa yoki faqat shunga kerakmi? Agar unga o'xshagan odamlarning segmenti ko'p bo'lsa, masalan, biznes renessans faqat Doniyor aka bilan Shohjahon akaga kerak bo'lsa, bu 3 kundan keyin tugaydi. Lekin yo'q, bizga yana Buxorodagi tadbirkorlar bor. O'rgandik. Ular
seminarlarga ham kelishi mumkin, treninglarga ham kelishi mumkin, konsaltingda ham foydalanishi mumkin. Demak, bu yoqda imkoniyat bor. Bu mijozlarni e'tirozlarini, xohishlarini, ehtiyojlarini inobatga olib biznes qilsa bo'ladi deb marketing xulosa bersa, o'sha xulosadan kelib chiqib ishlab chiqarish o'zini ishlashini qiladi. HR shunga yarasha xodimlarni boshqaradi. Sotuv shunga yarasha sotuvni qiladi. Moliya shunga yarasha pulini tikadi, foydasini sanaydi. Endi xuddi shunaqa korxonani mahsulotlarini marketing yana filtr qiladi, mijozga tushunarli tilda tushuntirib beradi. Bu senga bunaqa narsa, buni foydasi bu, buni olsang bunaqa bo'ladi, buni olsang bunaqa bo'ladi deb qo'yib beradi. Endi mana marketingning standarti shu. Marketingning standarti deganda, shu endi hozir to'g'ri qilib ayting dedi, shu uchun cho'zildi, rozi bo'lasizlar. Marketing standarti deganda korxona bilan mijoz o'rtasida tarjimonda bu. Bittasi uchun advokat, bittasi uchun prokuror. Kerak bo'lgan paytda teskari bo'ladi, bu uchun prokuror, bu uchun advokat bo'lib qoladi. Gazni ham, tormozni ham bosib o'rtadagi odam. Shu uchun bu bilish kerak. Mijozini ham yaxshi tanish kerak. Produktini ham, ideyani bilish kerak. Eng zo'r biladigan odam bo'lish kerak. O'shanda mijozni problemasida meni mahsulotim nima yechim bera oladi, aniq tushuntirib berib oladi. Mijozini yaxshi tushunsa aytadi, seni mijozing mana bu. Sen tanib olgin, uni problemasi bu. Sen shu problemaga yechim berishing kerak. Shu uchun pul to'layapti u senga. Chiroyli gaping uchun emas, coffee break uchun emas, yechim olayotganligi uchun treningga kelib pul tashlayapti. O'sha yechim bo'lmasa, coffee break ham, lokatsiya ham Buxoroda bo'ladimi, Xorazmda bo'ladi, umuman qiziq yo'q. Yechim ololmasa foydasi yo'q deb aytadi. Shu o'rtadagi tarjimonni qilib bersa. Endi hozirgi holatda nima uchun biz SMM bilan reklamaga yopishib olganmiz desak, qarangda, 17 ta pi bor. Bo'lishi mumkin bo'lgan pilar, undan ham ko'p hozir M'lar chiqqan va hokazo va hokazo. Bu pilarni standart 4 tasi bor. Birinchi bo'lishi shart bo'lgan. Bu produkt, bu price, place, promotion. Qarangda, avval produkt bo'lish kerak. Mijozni problemasini hal qiladigan. Va u to'g'ri narxda bo'lish kerak. Buni ham marketing qiladi. Va place bo'lish kerak. Uni to'g'ri kanalda sotib bilish kerak. Va oxirida promotion bor. Oxirida, eng oxirida. Biz o'sha oxirini ushlab olganmiz. Menga reklama qilib ber, lekin produktni so'rasangiz, produktni mijozni kutuvlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Narxi yo juda arzon, yo juda qimmat. O'rtada bir mo'tadillik yo'q. Place desangiz, place faqat joy ma'nosida emas. Qaysi sotuv kanallarida sotasan sen produktni desa, bittasini tanlab olgan. SMM bitta kanal. Biznesingizda bor yo'q 20% savdosini berishi mumkin. Kichik biznes bo'lsangiz, okey, 80-90% ni berishi mumkindir, lekin katta biznesda SMM 100% prodaja qilishi mumkin emas. Tizim bo'lmasa yerda. Ham tizim, ham marketing bilan o'zi SMM farqini bitta chotki mana oxir gaplarda shu joyga to'g'ri kelib qoldi-da. SMM bitta kanal, marketing falsafa. Shunaqami? Yaxshi. Ana endi men yonimga marketologman deb kelgan Buxorodagi SMMchilar bor-da. Bular hammasi aka miyasida dahshat motivatsiyasi bor bular. Motivatsiya ming prosta gapirgan gapingni raqamga o'tkazib ber desam aka, tamom, yaxmalab yetib ketadi bachalar, tamom. Nechtasi bilan ko'rinmay ham ketdi, yuz ko'rmasam bo'lib ketdi u bacha bechoralar bilan. Bir dunyo gapni gapiradi bular. Shu gapirgan gapingni jo'ra-jo'ra shuni raqamga o'tkazib ke, qanday qilamiz, qancha sarflaysan, nima bo'ladi, sen menga padacha, addachang nima bo'ladi degan savolni bersak, ko'pchilik yetib qolyapti. Ana bu o'zi tadbirkorlar o'g'rig'i. Mana menga o'xshagan kichkina tadbirkorlar, biz kichkinadan sal nima bo'lyapmiz, kattalashga harakat qilayotganlarga bu o'g'riq aka. Endi mana shu joyda o'zi aslida qanday qilib mahsulotimni bozorga olib kiraman degan savolni siz hech kimga berishingiz mumkin emas o'zi aslida. Uni ishonib topshirishingiz kerak emas. Korxonadagi birinchi raqamli marketolog korxona egasini o'zi. Ya'ni undan boshqa mahsulotini yaxshiroq biladigan odam bo'lmasa kerak.
undan boshqa mahsulotini kelajagini tasavvur qiladigan odam bo'lmasa kerak bu korxonada. Undan boshqa shu mahsulot uchun qayg'uradigan o'zichalik boshqa odam bo'lmaydi. Va buni SMMchini chaqirib turib, SMMchilar o'rtacha yoshi qancha endi? SMMchilar xafa bo'lmanglar, ukalarim. Men hammalaringizni yaxshi ko'raman, lekin nima deydi ana biznes strategiyasi haqida gap ketganda bitta kanalga mas'ul odam bilan butun bir nimani gaplashib bo'lmaydi. Bu xuddiki 2000-yildan balandroq bachalar 2005-2004 yo'q gap yoshda emas. Yo'q, aka kelib shunaqa narsalarni gapiradi. Gap yoshda emas. Bu qarangda hozir hozir beri konkret savol bor, Habibulla aka. Qanday ajratib olaylik? Bo'laygoni bilan bo'lmaygonni. O'shani aytaman sizga. Bu qanday desa, o'zimizni buxorocha qilib aytaman. Ana shunday gapiring. Buxorocha qilib. Dajonob aka. Matematika ustozi oldiga olib bordingiz-da. Matematika ustozi oldiga olib bordingiz-da, ma'lum dedingiz yoki domla dedingiz. Shu bachani bir odam qilib berishingiz kerak dedingiz. U bacha o'sha 16 ga kirgan. 16 ga kirgan, nimadir fikri bor edi kallasiga. Lekin siz uni matematikaga bordingiz. Matematika o'qituvchisi hamdan qaradi-da, kim bo'lmoqchisan dedi. U jim dadasining oldiga endi xijolat indamay turibdi. Ha bo'ldi, sen injener bo'lasan. Sen men matematika, fizikaga taqlayman, texnologiyaga kirasan, injener bo'lasan deganday gapda bu bunaqa bo'lishi mumkin emas. Xo'sh. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Siz SMMchini oldiga borib, "Meni biznesimni strategiyasini tuzib ber. Qani nima bo'ladi?" deyish mumkin emas. U uchun siz o'zingiz tushunishingiz kerak. SMMdan nima kutyapsiz? Va uni qanaqa qilib o'lchayman? Ya'ni siz o'zingiz bilmagunizcha nima talab qilayotganligingizni undan nimadir talab qilishingiz xato. O'sha talab qilinadigan qismlarimiz, endi nimalarga e'tibor beraylik? Talab qilinadigan narsa ikkita. Biz оборотga chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Marketing birinchi navbatda pul degan. Xarajat. Yo'q, xarajat emas, pul topish. Birinchi navbatda pul topish degani. Okey. Bizani pulimiz nimadan tashkil topadi desa, bizada nechtadir iste'molchimiz bor. Ularni qanchadir iste'moli bor. O'shani ko'paytiradigan bo'lsak, summa paydo bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun 10 ta klientim oyiga $1000 to'lasa, qancha pul bo'ladi menda? O'ntasi $10,000. $10,000 обороtim bor degani. Xo'p. Endi mana shu $10,000 оборотni iste'mol o'rtacha chekini $1000 deydigan bo'lsam, uni takrorlanishi qancha? Agar har oy bo'lsa, 12 ga ko'paytiraman. Agar LTV menda 3 oy bo'lsa, 3 ga ko'paytiraman. Keyin qo'yaman, millionga chiqishim uchun mana shu sikl qancha bo'lishi kerak? $1000 dan klientim ko'paymayapti, narxi oshmayapti. LTV 10 oy deylik. Qaytadan. 10 ta mijoz bilan $10,000 dan 10 oy ishlasam $100,000 ishlar ekanman. Endi millionga chiqishim uchun nechta klient bo'lish kerak menda? Yana 10 taga ko'payish kerak. 100 ta bo'lish kerak. Demak, 100 ta klient bilan 10 oy $1000 bilan ishlasam, million оборотga chiqar ekanman. Mana shu matematikani bu bir info tsiganlar deganda million topish uchun nima kerak desa, 1000 ta odamga $1000 dan trening soting bo'ldi deydi-ku. Qanchalik kulgili bo'lmasin, shunaqa hisoblash kerak buni. Ya'ni menga qancha klient kerak, klientimni o'rtacha cheki qancha bo'lish kerak, shu o'rtacha chekdan qancha sotib olish kerak. O'shani tushungandan keyin men aytaman, "Okey, sen do'stim menga berayotgan taklifing sredniy chekni oshiradimi? Yoki iste'mol muddatini oshiradimi? Yoki klientlarning sonini oshiradimi? Qaysi birini ko'paytirib beradi?" LTV ham bor yana. Endi mana marketing deganda umumiy falsafa nimaga ishlaydi desa, falsafa sredniy chek bilan LTV ni oshirish uchun ishlaydi. Lekin SMM komanda nima uchun ishlaydi desa, mijozlarni potokini oshirib berish uchun ishlaydi. Mijozlar oqimini ko'paytirib beringlar. Mijozlarimiz soni ko'paysin, bizlarni taniydiganlar ko'paysin, o'sha ishni qilib beringlar. Xo'p, endi siz 10,000 ta odam olib keldingiz. Konsultatsiyaga. Birlamchi lead qilib. Lekin konversiyamiz 1%. 10,000 ta odamdan 1000 ta odam qoladimi shunda? 1000 ta odam qoladi. 10,000 ta odamdan 1% bo'lsa, uni o'sha 10,000 ta trafik kelganmi? 10,000 ta lead keldi. 100 ta qolash kerak. 100 ta qolash kerak. 1000 tami? 100 ta deydi. 10,000 tadan aka 10% 1000 ta bo'ladi. 1% 100 ta. 100 ta. 100 ta odam qoldi. Biz birlamchi planga ham chiqa olganmiz yo'q. Shuna.
Biz birlamchi planga ham chiqolganimiz yo'q. Rejamiz esa chiqish. Ha, demak, biz 10 mingta odamga sotmoqchi bo'lsak, bu yoqni kalkulyatsiya qilishingiz kerak. Sotuvchilarim 30% konversiya bilan ishlasa, 10 mingta odam qolishi uchun menga 30 mingta lead kerak. 30 mingta lead. Ko'rishlardan perexod bo'lib menga lead qolish ehtimoli birlamchi konversiya 30%. U ham 30% desangiz, demak sizga 90 mingta prosmotr kerak. 90 mingtadan 30% sizga o'tdi. O'shani 30% sizga klient bo'lib tushdi. Shuni 30% ga sotyapsiz endi. O'shanda 10 mingta qolyapti desa, 30 ni saqlab boradigan bo'lsangiz, bu yo'q уже ana SMMchiga zadacha keldi. Keyin aytasiz, do'stim, sen bu content planning bilan 90 mingta odam bo'ladi deb menga garantiya berib bilasanmi deysiz. Keyin o'tirish boshlaydi, o'ylash boshlaydi. Kim o'zi bilan? Buni portretini chizib berasiz. Menga mana bunaqa odam bo'lmasa, men buni sifatli deb hisoblamayman. Chunki shu tartibda bo'lmasa, men unga 30% konversiyada sota olmayman. Bu haqiqatni o'zingiz bilmasangiz, qanaqa qilib bundan nimadir talab qilib bilasiz? U aytadi, o'zini haqiqati bor. Sifatli lead deganda deydi, men aytadi. Nomeri to'g'ri bo'lsa, nomeri o'sha o'ziniki ekanligini inkor qilmasa, telefon qilganda g'aybullaman dedimi? G'aybulla desa, ha deb aytdimi? Demak, u sifatli lead deydi. Lekin uni og'rig'i bormi? Biznesi qanaqa? Puli bormi? To'lashga imkoniyati bormi degan filtrlar qo'yilmagan. Target prosta yoqilgan. Buxorolik g'aybulla telefon qildi. Endi o'sha g'aybullaga biza chiqib sota olmasak, kimni problemasi desa, sotuvchini problemasi deydi. Biz lekin unga g'aybulloni portretini bermaganmiz. Chunki biz o'zimiz tonimaymiz u g'aybullo kimligini. Endi bu degani marketing tadqiqot qilib tushunish kerak. Ha, bizlar bilan ishlayotgan klientlar o'rtacha yoshi buncha, turmush tarzi bunaqa, biznesi ham bunaqa, xodimlari buncha, foydasi buncha, oyiga masalan 2000-3000 dollar o'zi uchun investitsiya qilishi mumkin. Ha, mana shunaqa portret bo'lgandan keyin, demak, SMMchilar ham ahmoq emas, ular ham o'qigan. O'sha portretni bersangiz, shu portretga mos target chotki qilib tuzib beradi, maza qilasiz. Sizga chotki sifatli lead keladi. Sotuvchi ham gaplashganda maza qilib gaplashaveradi. Endi endi buni shunchaki SMMchini olib qila olmaysiz-da. SMMchi siz o'rningizga bu uyga vazifani qilib kelmaydi-ku. Bizani hozirgi xatoyimiz nima desa, o'sha marketolog qilish kerak bo'lgan tadqiqotni SMMchi o'zi bilish kerak deydi. Shuni aka xato yo'nalishlar. Shuni. O'zi bilish kerak. Nima uchun SMMchi bo'lmasa, u yo'q, SMMchi. SMMchiga topshiriq berasiz, keyin ular qiladi. Agar ana bu bir prikol bordi-ku, sen kimsan, hech kim emassan, kamerachisan-ku deydi-ku, hech qayerda ko'rmagansan deganday gapda, hozir masalan, yigit o'tiribdilar syomka qilib. Podkast temasini ular bilishlari shart emas-ku. Ular kamera nastroyga qiladilar, to'g'rimi? O'zlarining ishlarini chotki qilyaptilar. Agar kadrlar yo'qotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Shunaqa. To есть zadacha qo'yildi, qilinadi. To'g'ri zadacha, muhim. Endi siz aytdingiz, kamerani bunaqa qo'ygin, mana bunaqa narsani tasavvur qilmoqchimiz deb. Agar siz o'zingizda tasavvur bo'lmasa, nimadir syomka qilib ber desangiz, nimadir qilib beradi-da u ham. Real syomka qilib bersalar, biza podkast xohlagandik, qolgan 3 kishi qani deysiz, to'g'rimi? Shunaqa gap. Hozir masalan kulgili bu narsa, lekin marketingda shu sezilmaydi-da, shu kulgili joyi sezilmaydi. Abdulla aka, qarang, mana shu marketingni o'zi ko'pchilik shu paytgacha bo'lgan tushunchalarimiz bu, ya'niki o'zimni o'ylab qarasa, последний 10 yil, 15 yil ichiga sekin bu tema tepaga aktuallashdi aka. Последний 3 yilga endi juda aktuallashdi, kuchaydi. Yanada kuchayib ketadi endi bu yoqda, bozor kechirmaydi bu yoqqa. Bu yoq endi bozor hech narsani kechirmayapti. Aka, oyiga 4000, 5000 dollarlab o'lim deganga bitta mana megapolisning o'zi 4000 dollar pul yeydi marketingini o'zi. Ana qarang. Logichni o'ylaydigan tadbirkorlarda baribir endi hozircha tan olishimiz kerak bo'lgan joyi, ana og'riqlarimizdan bittasi aytdik-ku, biznesni egasi, tadbirkor hamma narsani markazga, ya'ni operatsiyonkani ichiga bo'lgan paytga shu tadbirkor shunaqa qarorlar qabul qiladi. Bor paloncha vaynerni olib kelib bera. Kesin bera. Blogeri vayneri. Ana artistni bera kelsan, ayt, pulini beraylik, reklama qilib bersan. Paloncha
ana bu chiqib aqlli qilib yurgan bor-ku. Qani kesin ham bitta bera, u chiqib biza tovarni maqtab bersin. Maqtab bersin. Aka, bu instrumentlar qanday? Yana bir ikkita instrument temalar bor. Prama modellarni tanlaydi biznes egalari bor, o'tiradi model. U list keladi ularga, tanlaydi. Mana bunisi normalniy ekan. Короче, buni olib chiqaringlar. Cho'qir. Qancha? $200 ber, tamom. $500 ber, tamom. Bitta video syomkaga ber, tamom. Keladi. Na model o'zidan produkt haqida narsa bu qanday qaraysiz? Nima qilish kerak? Qanday qilish kerak? Nima bu? Mana bunday qilib qarayman. Qaysi tarafga qarab ketyapti bozor? Mana shunday qilib qarayman. Xo'p, qaranglar-da, bu nazariyada hamma narsa yozilgan. Ya'ni tarixda Xudo shunaqa charxpalak qilib yaratib qo'yganda, aylanadi u. Aylanadi. Masalan, Amerika 100 yil oldin yashab o'tgan narsalar biz endi yashayapmiz. Bizning g'ildiragimiz sal sekinroq aylanadi faqat. Ular yashab o'tgan bu narsadan. Buni olimlar nazariya deydi. Ya'ni bo'lib o'tgan narsalarni tarix qilib yozib, qonuniyatlarni birlashtiradida, keyin shu nazariya qilib o'rgatadi. Nazariyada buni ustozlar ham aytgan. Siz darsda borganingizda darslarda ham eshitgansiz. Alisher Isayev ham aytadi buni, Ibragim Gulamov ham aytadi. Faqat ko'pchilik bu narsani hisobga olmaydi. Nimaga desa, bu nazariyalar to'liq ochilmagan. Endi men akademik bilimim ham shu universitetda yaxshi, imенно shu yo'nalish bo'yicha o'qiganligim uchun men mazza qilaman bunga. Biznes evolyutsiyasi bor. Marketingning evolyutsiyasi bor. Marketingning evolyutsiyasini boshida produkt bo'lsa bo'ldi. Produkt bo'lsa bo'ldi. Chunki bozorda sizdan boshqa hech qanaqa taklif yo'q. Bitta o'zingiz. Hamma qidirib yuribdi. Hamma qidirib yuribdi. Siz bozorda qirolsizda. Bu yerda marketing ham ishlaydi, instrument ham. Adejda degan joyda faqat Doniyor akani taniydi Buxoro, boshqa hech kim yo'q. Endi aylanib ham o'rgilib ham Doniyor akaga boraveradi. Siz marketingingiz bormi, yo'qmi, vashi qizig'i yo'q. Spets adejda Doniyor aka, Dajonam akam, davay. Qancha kutish kerak bo'lsa kutamiz, nech pul bo'lsa to'laymiz, bizarnikini qilib bering, ishimiz bitsin. Ko'shk shunaqa davr kelsa, o'tib bo'ldi. O'tib bo'ldi. Chunki spets adejdani o'zida bir 30 ta 40 ta Buxoroning o'zida bor. Shunday. Eng kuchlilari Buxoroda shakllandi anchagina kuchli. Bor bular. Endi qarang. Ikkinchi etapga o'tadi. Ikkinchi etap endi nima bo'ladi desa, endi zo'r sotganniki davr. Maydon zo'r sotganniki, sotuvchilar gazini bosadi. Buni korxonani boshqaruvda ham gaplashdik. Endi katta davlatlar miqyosida ham shunaqa. Nimaga desa, endi o'sha bo'sh bozorni ko'rgandan keyin hamma o'zini mahsulotini olib kirishni boshladi. Bitta mijoz uchun 20 ta odam jins olib kelyapti. 90-yillarda bitta odam jins olib kelgan, hamma uni o'chirtda kutgan. Kutardi. Endi hozir Button deysizmi, Vibrant deysizmi, yana nima kiyim do'konlar bor. Adamari bor edi, Dilmus bor ayollar uchun. Qaddamizda do'kon. Bozorga bormagandan anchadan beri. Borasiz, shimdan ortiq narsa yo'q. Futbolkadan ko'p narsani o'zi yo'q. Xohlaganingizni oling. Endi nima bo'ldi? Endi kim sifatliroq narsani arzonroq bersa, o'shani sotuv zo'r bo'lar ekan. Kim sotuv strategiyasini chiroyli qilsa, reklamalarni zo'r qilsa, sotuvni jozibali qilsa, mijozni ko'nglini ko'proq olsa, o'sha yutadi deydi. Хорошо. Lekin siz bu degani foydangizni bir qismini mijozga beraverasiz degani. Shunday. Marja nolga qarab ketaveradi. Buni ham darsda eshitgansizlar. Konkurensiya paytida marja nolga qarab ketaveradi. Endi cho'ta marja nolga qarab ketyapti. Nimadir qilmasam bo'lmaydi deysiz. Ana endi nimadir qilmasam bo'lmaydi degan joyda marketing paydo bo'ladi. Nimaga desa, mijozda og'rig'i nima o'zi deydi. Davay men o'sha og'rig'iga davo beradigan tabletkani beray. Chunki odamning tishi og'riganda hech qachon savdolashmaydi. Boradi, konkretni tishimni davola deydi. Kresloga o'tiradi. Og'riq qolgandan keyin prosta summani aytadi. Siz to'lab ketaverasiz. Demak, mijoz ham og'rig'ini his qilish kerak. Siz og'rig'ini topishingiz kerak. O'sha og'riqqa yechim berishingiz kerak. U yechim rostdan ham og'rig'ini qoldirish kerak. Keyin siz bilan sporlashmaydi. Bu marketing proses. Endi sotuvdan charchab, hammani marjasi nolga yaqinlashib, o'sha tinkasi qurib, sillasi qurib, bankrot bo'lganlar bo'lib, zo'rg'a omon qolganlar endi nimadir qilmasam bo'lmaydi degan joyda marketing uyg'onishni boshlayapti. Bu aka 3-etap hali, 3-etap.
Dunyo 8-sini yashayapti. Ha. 8-chi evolyutsiyani, ha? Evolyutsiyani 8-qadamida turibdi. Biz hali endi 3 3ga o'tyapmiz. Hamma xohlasa. o'tgani yo'q hali. Hali ko'pchilik 2 bilan Shunda. sotuvda solishib yuribdi hali. Men arzonroq bel bilaman, meni taklifim yaxshiroq, men seni sindiraman, demping. Tushunay. Kim o'zar? Davay. Ikkala bilan chiqarum. Xo'p, aziz bizani kuzatuvchilar, darhaqiqat inshaalloh Xudo xolasa 26-oktyabr kuni ustoz bilan biza Habibulla aka bilan biznesni tizimlashtirmasdan, marketing strategiyasini qurmasdan biznesni tizimlashtira olmaysiz degan mavzuda Xudo xolasa gapiramiz va bu mavzuni hamma tushunyapti. Nima uchun tizim kerak va to'g'risi shunaqa podkastda yoki bo'lmasam treningchilar yoki bo'lmasam boshqalari ko'rdikda biznesim tizimlashgan, o'qigan deydi-da, lekin mahsulotimni sota olmayapman. Mahsulotim eng arzoni, eng zo'r meniki deydi. Xodimlar zo'r tizim bo'lgan, xodimlar ketyapti deydi-da, hatto marketing instrumenti yo'q hali. Aka mana o'zi aytyapsiz. Ya'ni bozorda o'zi kirish uchun nima uchun marketing strategiyasi bilan ustoz bilan tashkiliga qabul qildik? Chunki o'zimiz 4 ta P'ni mag'zini bilmaymiz. Ichini bilmaymiz. Mijoz atrofida qanday aylanishini bilmaymiz. Mijozni xohishi nimaligini bilmaymiz. Bozor nima xohishini bilmaymiz. Shuning uchun shu temada ko'tardik. Xudo xolasa 26-oktyabr kuni. Oktyabrda tadbirkorlar achchig'i keladi. Tadbirkor hamma narsani biladi aka. Ha. Shunday, ha? Qanday qilishni bilmaymiz. Shunaqa? Ha, tadbirkor ko'p narsani biladi. Aka, hammamiz bilamiz, aka. Hammamiz bilamiz. Mana endi lekin degan joyi bor, shu nimagadir Buxorodan tashqariga chiqa olmayapmiz-da. Ha, shunday. Aka, Buxorodamiz, viloyatingizdan chiqa olmayapsiz, aka. Ko'p bizneslar. Mana ekran qarshida turganlar agar tadbirkorlar ishlayotgan bo'lsa, aniq bilaman, bozorning hajmini ham bilmaydi. Yo'q, bilmaymiz. OKBni bilmaymiz umuman, akajon. Samtamni ham bilmaymiz. Endi eshitdik. Biz tizimlashgan deb yuribmiz biznes. Ya'ni bozor hajmini bilmaydi. Bozor hajmini bilmagandan keyin uni imkoniyatlari qancha, bu bozorga kirish arziydimi yoki arzimaydimi? Tasavvur qiling, siz oktagonga tushmoqchisiz. Qachatsa qilib muskullarni chiqardik, bir kurashmoqchimiz, urushmoqchimiz. Oktagonda Makgregor bor, Habib bor, Emelianenko bor. Hamma pensiyaga chiqqanlar sanaylikda. Pensiyaga chiqqanlar, ular o'zini vazifasini bajarib, kamarlarini himoya qilaverib, o'sha charchab bo'lganda, hech kimga hech narsa isbotlash shart emas. O'sha igroklar turibdi-da. Siz bozorga kirmoqchisiz. Boy beringlar menga debda. Любой bittasi chertadi uchib ketasiz-da. Shunday. U oktagonga siz kirmaysiz-da, kamar talab qilib. Na qaraysiz, Habib taniysiz. Qaraysiz, Makgregor, Emelianenko, bu yoqda Maxachev, bu yoqda bu taktik toba deysiz-da. Bo'ldi, akalar, men adashib kelib qolman, bitta rasmga tushaylik deysiz, ketaverasiz. To'g'risi-da. Qaysi bozorga kirayotganini bilmaydi tadbirkor. Shunday akajon. 3 oydan keyin bankrot bo'ladi. Nima bo'ldi desa, endi o'xshamay qoldi, omad kelmadi deydi. Yo'q, bu yiqilishing aniq edi o'rda. Habib Nurmagomedov bilan jangga chiqyapsiz-da, omadim kelmadi. Kulgili-ku bu. Kim bilan bellashayotganini ham bilmaydi-da. O'zbekiston bozorida mana shu ma'lumotlar yig'ilmaydi. Ya'ni tadbirkorlar ma'lumotlarga o'ch emas. Lekin qo'shni Qozog'istonga chiqing, klublar nima uchun yig'iladi? Tushunasizmi? Klublar nima uchun yig'iladi? Klublar keladi-da, mana hammasi o'zining ma'lumotini ochiq aytadi. Men deydi, shuncha AKB bilan ishlayapman. O'rtacha sotuv muncha. Bozor shaffof. Ha, bozor shaffof. Davlatga ochmasa ham, qo'shnisiga, raqobatchisiga ochmasa ham, klubdoshlariga ochadi shu ma'lumotni. Shunday. Mana bu bozorda holat bunaqa deydi. Bu bozorda holat bunaqa deydi. Hammasi ma'lumotni o'rtaga yig'gandan keyin bozor haqida tushuncha paydo bo'ladi. Chunki mana qarangda, marketingda mijozning farqi yo'q. Mana bugun siz restoranga kirib ovqatlandingiz, do'konga kirib suv oldingiz. Hozir uyga borayotganingizda magazin kirib yana nimadir olasiz. Kiyim olasiz, keyin elektrotexnika olasiz. Shu mijoz hamma mahsulotlarning iste'molchisida. O'sha mijoz haqida ma'lumot klubda yig'ilsa, men Doniyor akani tanisam, men Shohjahonni tanisam, любой narsa sotaman men ularga. Shunday. Mijoz haqidagi ma'lumotlar butun dunyoda ma'lum, qimmatli hisoblanadi. Shunday, datasi. Mana telefon. Yig'ib o'tiribdi shu ma'lumotlar. Hammasini olyapti. Mijoz haqida ma'lumotlarda bular.
Endi mana nasiba masalasiga keladigan bo'lsak, o'zi bu dunyoda iymon keltirgan odam uchun konkurensiya yo'q. Konkurensiya yo'q narsa. Hamma nasibasi o'zi bilan. Bu yoqda faqat partnyorlik bor, hamkorlik. Ikkita marketing agentligi bir-biri bilan konkurensiya qilmasdan ishlasa ham O'zbekistondagi tadbirkorlar tugamaydi. Marketing agentligi qarib chirib ketganda ham holi o'sha gaplashmagan mijozlari bo'ladi holi. Prosta teng taqsimlab oladi bozorni. Mana bu qismi saniki, bu qismi meniki deydi-ku. Ulgurmaydi hammasini xizmatini qilishga. Napitkachilar ham shu, qolgan hammasi shu. Bu yoqda faqat shu mijozning e'tibori bor. E'tibori kim chiroyliroq o'ziga qaratib, nimasidan foydalansa bo'ldi, gazini bossin. Chechakana savdoni o'zi 7% olyapti butun bozor yomg'isini korzinka. Xo'p, ustoz, men temani tanlagan paytimda sizlar bilan kelishgan holda temani ozgina oddiyroq qilaylik, murakkabroq bo'lsa kerak, aynan marketing strategiyasini biznes tizimlashtirish deb. Nima uchun dunyo 8 tali evolyutsiyaga borayotgan paytda biz hali 3-chisiga umumiy bozorimizni menimcha hali 2%, 3% ham kirgani yo'q. Hali kichik tadbirkorlar men tizim qurdim deb bayrog'ini ko'targanlar, hali marketingga bir normalisini bilmaydi, esimdan yo'q o'tayotgan yo'q-da. Bu birinchidan bozor iqtisodiyoti bilan bog'liq. Ya'ni biza искусственный vakuumda bo'lganmiz. Biz bozor ko'targan o'sha payt. Tashqi raqobatdan kuchli igroklar kirmagan, bizaga fora berilgan, parnikning ichida bo'lganmiz-da. Bu ham bitta sabab. Ichkaridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar maza qilib ishlab olgan. O'zini hukmronligini sezgan, undan boshqa hech kim taklif bermayotganligini bilgan, bu sun'iy qilingan. Bu birinchi omil bo'lsa, ikkinchi omil tabiiy yetilish degan narsa ham bor. Misol uchun hozir o'g'lingiz 2-sinfga borayotgan bo'lsa, nima uchun qo'shni o'g'li 8-sinfga boryapti-yu, meni o'g'lim 2-sinfga boryapti desa, sizning o'g'lingiz ham bir kun 8-sinfga boradi, faqat o'sha 3-chi, 4-chi, 5-sinf bilan yashab o'tish kerak. Vaqt bilan bog'liq masala. Rossiya ham birdaniga o'smagan, Qozog'iston ham birdaniga o'smagan, Yevropa ham birdaniga o'smagan. Faqat o'sha ochiq bozor qonunlari, bozordagi o'sha talab va taklif qonunlari, bozor raqobat uchun sharoiti bo'lsa, bozor o'sadi. Bozor yashashni boshlaydi. Agar u sun'iy nazorat qilinishi boshlasa, bozor yashamaydi, bo'ldi. U qaysidir sinfda qotib qoladi. Shunday, ha. Qaysidir sinfda qotib qoladi, o'smaydi. Mijoz tanlovi yo'q, mijoz erkinligi yo'q. Shuning uchun nima? Endi nisbatan tezlashdi bu, chunki hozir axborot davri, Amerikada nima bo'layotganligini bilish uchun oldingiday axborot kutish shart emas. Oldin gazetalarni kutardik. Undan oldin xat kelishini kutgan, to'g'rimi? U xatdan ham oldin keyin choparlar kelishini kutganlar. Kabutar, chopar. Xullas, hozir tezlashib ketdi. Sekundiga ma'lumot almashadi, o'zgaradi, rivojlanadi. Qaysidir bir sohalar o'tib ketgan. Masalan, marketplace, uzum kirdi, juda katta byudjet bilan kirdi va evolyutsiyani masalan 6-bosqichida yashayapti. O'zbekiston bozorida ham shunaqa qilsa bo'ladi. Korzinka masalan hozir 4-5-bosqichga o'tyapti. Safiya. Ya'ni evolyutsiya bozordan bog'liq ham bo'lishi mumkin. Bozorga bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Bozorga bog'liq bo'lishni xohlamasangiz, bozordan tezroq o'sishni xohlasangiz, bozordagi igroklardan ko'ra ko'proq pul sarflashingiz kerak. Yo, bozorni yaratib qo'yasiz, o'zingiz igrok bo'lib o'tiraverasiz. Yo, produkt sotish kerak, yo samo продаваемый produkt sotish kerak. Ikkalasidan ham ko'rdi sotish kerak degan joy bor. Ustoz qarang, 26-sanada biz Buxoroda yig'ilamiz-ku. Ana shu vaqtda bu marketingni o'zini o'rganamiz, tushunamiz, logikasini tushunamiz degancha biz bir tarafdan o'zi sun'iy intellektni o'zi ham kirib qo'ydi-da, normal. Hop. Ana shuni qanday qilib sun'iy intellektni hozir marketing bilan integratsiya qilamiz degan mavzuda nimalardir berib bilamizmi? Ana qanday beramiz, nima qilamiz shu haqida ikki og'iz shaxsiyat qilamiz. O'sha kungi temalarimiz ko'proq nimalar haqida va kimlar uchun? Shuni. Xo'p, 26-ga tayyorlayotgan dastur biznes egalari o'sha top menejerlarga qiziq bo'ladi. Sababi o'sha marketing strategiyasi deganda nimani tasavvur qilish kerak? O'zi o'sish nuqtalarini qanaqa qilib topadi? O'sish nuqtalari deganda sredniy chek o'ssinmi
yoki LTV o'ssinmi, количество oshsinmi yoki chekni tarkibi o'zgarsinmi, nima hisobiga men sotuvimni oshiraman. Faqat mijozli hisobiga sotuv ochirib bo'lmaydi. Chunki nima cheksiz? Iste'mol cheksizda, iste'molchilar cheklangan. Butun Buxoroning aholisini egallab olsak ham 5 million 6 milliondan oshmasa kerak u. Bo'ldi, shu bilan hamma bittadan sotib olsa tugaydi. Lekin biza bitta mijozga takror va takror iloji boricha qimmatroq, yana undan qimmatroq sotishga harakat qilishimiz kerak. Bu marketingning oltin qoidasi. Masalan, iPhone 17 Pro oldingisidan qimmatroq, o'sha eski mijoz sotib oladi uni. Shuni. 16 Pro ni egasi 17 Pro ni oladi. 16 Pro ni olgan odam katta ehtimol 15 Pro ishlatgan. 15 Pro ishlatgan payt 13 ni ham bo'lgan. Qachon boshladingizsa 4-chi yo 5-chi iPhone dan boshlaganman, shu bilan kolleksiya qilib kelaman deydi. Shu takror va takror bitta mijozga, takror va takror har safar qimmatroq sotish san'atida bu marketing. Shuni. Hech narsa o'zgarish yo'q, bir dizaynga yo'q. Endi bu ham san'at. Uni chiroyli qilib ko'rsatishda gaplashamiz. O'sish nuqtalarini topish haqida gaplashamiz. Endi sun'iy intellektga keladigan bo'lsa, sun'iy intellekt anaqa narsa borda, agar chiziq chizadigan bo'lsak, topshiriqni muhimligi bo'yicha tez va uzoq muddatli natijasiga qarab bo'ladigan bo'lsa, uzoq muddatli natija beradigan va muhim ishlarni hech qachon sun'iy intellektga topshirib bo'lmaydi. Bunga faqat qisqa muddatli muhimligi past bo'lgan ishlarni topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun biz o'zimiz agentlikda qanday qilamiz desa, mana hisobot yozishim kerakmi? Hisobot yozish men uchun unaqa muhim narsa emas. Faqat tekst yozib o'tirish meni vaqtimni oladi. Men lutcha GPT ga o'zim agentim nastroyka qilib qo'yganman. Menga mana bunaqa hisobot yozib ber, ichida bam narsalar bo'lsin. Mana bunaqa tipdagi odamga tushunarli bo'lsin deyman. Tuzib yozib beraman, zadachani qo'yaman, u xodim bo'lib ishimni qilib beradi. Xodimdan tezroq, arzonroq qilib beradi. Lekin strategiya tuzishim kerak bo'lgan payt men hamma narsani hisobga olib tuzib qo'yganda GPT ga beradigan bo'lsam, bitta zaпрос 10 marta bering, GPT 10 xil javob beradi. Har safar boshqa javob chiqaveradi. Lekin reallik boshqa-ku. Qarang, mavzumiz strategiyaga bog'liq ekanligini tushunyapman. Lekin hozir momentga o'sha marketing olami ham, biznes olami ham искусственный intellektgacha bo'lgan davrga, искусственный intellektdan keyingi davrga ajraladi-da. Hozir meni dunyoqarashim shunday. Hozir искусственный intellekt dalishi уже hayotimizga yana kirib kelishni boshlayapti, yana chuqurlashishni boshlayapti. Google dan ko'ra ChatGPT ga zaproslar ko'proq ekan hozir. Statistikaga ko'ra. Ana endi hozir biza biznes egalari va hozirdagi bizani SMMchilar, marketologlarimiz bor-ku. Biz SMMchik deb olayotgan marketologlarimiz bor-ku. Ana shularga искусственный intellektni qanday qilib integratsiya qilib ishlatish bo'yicha biron nimalar beraylik tadbirkorlarga. Rezultati doping birdaniga tez bo'lsin degan maqsadda aytyapman. Zo'r. Yaxshi narsani kutyapti. Yaxshi. Kutuv zo'r, lekin men bunaqa tushuntiraman sizga. Hozir evolyutsiya bo'yicha siz 8-qadamni aytyapsiz. 8-qadamga borish uchun 7da, 6da, 5da bo'lgan bo'lishingiz kerak-da. 3-sinfdan bir 8-9-sinf biz hali talab qildik. 2dan 8ga o'taman desangiz, bu 15 yoshli bola Arnold Schwarzeneggerning orzusini qildi. Kirdida jim lyoja qilganda Arnold Schwarzenegger 180 kilo olar ekan dedi. Bo'ldi, men hech bo'lmasa 160 dan boshlayman dedi. 15 yoshli bola 160 oldida shtanga mana shu yerginasiga tegdi-da, bo'g'ilib o'ldi shu. Shunaqa bo'ladi. Aka, VUCA olami-ku hozir bu normal holat deb o'ylaydi tadbirkorlar. Davr qanaqasiga aylanib ketyapti? Rahmat. Bitta narsani tushuntiraman. Kecha bozorda Rossiya narsa sotgan bo'lsak, bugun marketplace-ga sotyapmiz. Okey, bitta narsani tushuntiraman. Rossiyada искусственный intellektga sotyapmiz, Abdulla aka. Искусственный intellekt hozirgi kunda sizga hozir bu bo'yicha bahs boshlanadi-da. Marketing, искусственный intellekt raqamlarga tayanadi. Shunaqa? Sizni raqamli izlaringizga tayanadi. Sizni internetda yozgan muxlislaringizni kommentariyalariga, ularning odzivlariga tayanadi. Tasavvur qiling, siz biznesni endi boshladingiz. Sizda hech narsa yo'q.
Искусственный intellektni integratsiya qilmoqchisiz. Unga beradigan o'tiniz yo'q. Nimani yoqasiz? Aka, nima kutuvingiz yo'q? Искусственный intellekt. Tushunasizmi? Hozir mana GPT rostdan ham sun'iy intellektni zaproslari Google o'zgartirdi уже. SEO degan narsa yo'q. Search Engine Optimization nima edi? Oldin biror kalit so'zlarni kiritsangiz Google ga kirib, tam pirogi в Buxariya dedingiz yoki blinchki в Buxariya dedingiz, sizni nastroyka qilganingiz bo'yicha qaysidir kafelar birinchi o'rinda chiqishi kerak. Endi hozir pirogi в Buxariya yoki blinchki в Buxariya deb yozsangiz, Gemini sizga taklif beradi. Eng zo'r blinchiklar falonchi joyda deydi. O'sha falonchi joyga siz prosta borasiz. Nimaga? Gemini aytdi. Lekin Gemini uni qayerdan biladi? Mijozlarni yozgan kommentariysidan. Ular qayerda? Ular qayerda deganingizni tushundim. Mijozlar yozgan kommentariyalarni qayerdan oladi? Internetda joylashgan Qayerda? datalardan. Qaysi datadan? Deylik, uni Instagram profillariga Siz o'sha kafeni produktlarini- ochgan odamsiz. Sizni bilinchiklaringiz haqiqatan Buxoroda zo'r. Lekin sizni na ismingiz chotki qilib yozilgan, na biror normalniy kommentariyingiz bor. Hech narsa qilmagansiz bu tarafda. Yo'qda, keyin aytasiz, o'rtoqlar, SMMchilar menga искусственный intellektni ulab beringlar. Искусственный intellekt meni produktimni tonisin. Nimadan taniydi u? U yoqda 10 yillik, 5 yillik datalar bor. 5 yil oldin ham kimdir, "Mana bu bilinchlik zo'r ekan" degan bo'lsa, o'shani hammasini yig'ib keladi-da, hammasini umumiy taroziga qo'yib, aytadi, "Ha, mana bu haqiqatan zo'r" deydi. Nimaga desa, 4-5 yildan beri bu zo'r bo'lib kelyapti deydi. Hozir siz uni aldab, "Mana qilib yozgin, mana bunaqa so'raganda meni aytgin" degan narsaga bera olmaysiz. Chunki u big data bilan ishlaydi. Atrofdagi hamma ma'lumotlarni olib ishlaydi. Shuning uchun pastki sinflarni o'tmasdan u yoqqa bosa olmaysiz-da. Uni ham cheat qilish mumkindir. Qayerlarnidir uzlom qilib, nimalar vaqtincha u. Vaqtincha sizga o'rningizga rostdan ham to'g'ri ishlab kelgan Bella Italia bo'lsa, masalan, Bella Italia chotki ishlab kelgan bo'lsa-da, kommentariyalari hammasi zo'r, odzivlari zo'r, Yandex Marketda hamma joyda 5 yulduzchalar bir narsalar bo'lsa, aytadi Yandex Market fikricha deydi. Bella Italia bilinchiklari Buxoroda nomer 1 deydi. Qayerga borsangiz boring. Siz uni qancha boqsangiz ham foydasi yo'q. U xolislikka qarab yuradi o'sha. Shuning uchun hozir siz u kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bizga hozir birdaniga paydo bo'lib qoldi. Endi bu bilan nimadir qilishimiz kerak desangiz, tayyorlash kerak edi. Yo'q o'sha narsa. Kommentariyalar nima uchun kerak? Kommentariyalar plyus qoldiring degan narsa emas. Kommentariya fikr degani. Fikringni qoldir. Agar xursand bo'lsa, xursandligingni bildir. Odzivlar bo'lsin, atsenkalar bo'lsin. GPT qayerdan tushunadi uni plyusni? Narx bilmoqchi bo'lsangiz plyus qo'ying deydi. Har bitta holatda haqiqatan ham davri bor, evolyutsiyasi bor va o'sha narsani o'zimiz bilishimiz va o'shalardan kutuvimiz bo'lish kerak-da, nima kutamiz degan. Ha, bularga shu o'zingiz ham konsalting sohasida, marketing sohasida ham o'zbek marketologlarni ko'ryapsiz, o'zbek biznes egalarini ko'ryapsiz. Kuchli xatolari nimada shuni? Xato yo'nalishlari bormi? Nimalarda qaysi qadamlarni asoschilar yoki marketologlar xato qilyaptimi o'zbek bozorida? O'zbek bozorida endi nima deydi, xatolar desak, balandparvoz bo'lib ketsa kerak. E'tibor qilinmaydigan narsa shu bozor tadqiqotlariga hech kim e'tibor qilmaydi. Ya'ni siz kalla tashlamoqchisizda, lekin u ko'lni chuqurligini o'lchamagansiz. Lekin 3 metrda tepadan chiqib kalla tashlamoqchisiz, chuqurligini bilmaysiz. Uning ichida nima bor? Akula bordir balki. Endi akula bo'lmasligi tabiiy. Boshda armatura bordir, beton bordir, boshqa narsalar bordir. Xullas, kalla tashlash mumkin emas u yoqqa. O'sha narsani tushunishimiz kerak-da. Sizlar turgan bo'lsa ham chiqib tashlayko'p tadbirkorlarni. Bir tashlab ham ko'raman. Shaxsan o'sha. Men tashlab ko'raman deydi. Men tashlab ko'raman. Yana 8-chi evolyutsiyani xohlayapsiz? Shuning uchun men o'ylayman, asosiy narsa shu ma'lumotlarni ignor qilamiz, ma'lumotlarga qiziqmaymiz, bozor tadqiqotlari bilan ishlamaymiz. Biror bir mahsulotni chiqarayotgan paytda ko'pincha ishtiyoq bilan chiqadi. Bu korxonaning rivojlanish bosqichlarida ham o'tadi. Birinchi ishtiyoq bo'ladi. Hozir ham bu loyiha ishtiyoqqa ustida qurilgan. Bu loyihani hozir yetiltirib, bir ko'tarib olib borasizlar. To bir biznes model paydo bo'lgungacha ishtiyoq bor-da. Biznes egasini ishtiyoqi qaynab turgan payt ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi-da. O'sha ish qilaman. Eng katta problema shu. Chunki vaqt degan resursni hech qachon qaytarib ola olmaysiz-da.
pulni qaytib topishingiz mumkin. Sarflagan boshqa resurslaringizni tiklashingiz mumkin. Zavod bo'lsa sotib qutulasiz. Xomashyo bo'lsa nimadir qilib qutulasiz. Lekin vaqt degan narsani aylantirib o'rniga qo'yib qo'ya olmaysizda. O'sha uchun birinchi navbatda o'zi mana $100,000 pul bor. O'sha 100,000ni bu bozorga tiksam nima gap, bu bozorga tiksam nima gap degan o'lchovni o'zi yo'q. Tushunaysiz. Bozor tanlaganda nima kayf beradi, qanaqa detskiy orzularim bor edi meni. Xotinimga restoran va'da qilganman, dadamga do'kon va'da qilganman, onamga mebel do'kon va'da qilganman yoki misol uchun nima uchun parda tikyapsan desa, meni uyimga bitta pardachi kelib rassosini chiqarib ketgan, parda tikish ko'rsatib qo'yishim kerak deb shunaqa narsalar bilan biznes boshlanadigan bo'lib qolganda. Yoki masalan avtosalonchilar qanday boshlagan desa, oldin Gentra chiqargan, endi shuni rasmiylashtirib avtosalon qilib qo'ydi. O'sha narsa. To есть sxema o'zgargani yo'q, sal ko'rinishi o'zgardi. Ammo pul avtosalonda mashinada dedi o'tib ketdi. Hamma da, lekin kalla tashlayotganini ham ko'ramiz, narxlarni qanaqa tushayotganligini. Shuning uchun umumiyda bozorni bir o'lchash kerak. Biza mana talaba edik u payti. Eslasangiz kerak, grill temasi bir pikka chiqqan. Grill qilamiz, mahallada tovuq uchadi, hamma tog'orada grill olyapti, unaqa edi, bunaqa edi deb butun Toshkent atrofidagi hududlar, shu Nazarbek, Rohat, Otarab hamma joy tovuq ferma bo'lib ketgan. Toshkentda har bir 3 ta yigitdan bittasi bir $3,000 pul topsa, grill qiladigan apparat qo'yardi, $1,000 ga оборотga tovuq olardi-da, shu bilan $3,000 bilan biznes boshlasa bo'lardi. Shunaqa qilib tovuqni aylantirardilar. Keyin tovuqni bozor tugadi, chunki odamlar to'ydi-da, undan bo'ldi, shu qaytdi. Endi o'sha bitta taklifni 20 ta odam beryapti. Bu yoqqa qaraysiz, grill 2 ostanovka pastga tushasiz, yana grill orqasida yana bitta grill, hamma joy grill bo'lib ketdi-da. Keyin o'sha odam me'dasiga ham tegadi birinchidan, ko'p bo'lgandan keyin xohlamaysiz ham. Hozir grill qiladigan joylar qayerda desa, bozorda bir 2 ta tochka bor, Korzinkada bor. Bo'ldi, boshqa joyda grill qiladigan joy o'zi yo'q. Qolmadi. Fast foodda ko'payib ketdi grilllar. Shu. Ya'ni biznesga kirayotgan payt ana uniki zo'r ketyapti, men ham qilaman. To'xtab, может o'shaniki zo'r ketayotganligi uchun shu sohaga kirmassan balki. Boshqa bir zo'r narsani toparsan desa, yo'q, men o'shanga kiraman, bizlar undan ham zo'r qilaman deydi. Arzon ham qilaman deb qo'yadi. Eng katta xato shu deb bilaman. O'sha safarda borgan paytimizda hech esimizdan chiqmaydi ustoz. Siz bilan birinchi safarimiz haqiqatan ham ajoyib bo'lgan. Shohjon aka bilan ham. Ya'ni o'sha Mo'y Ummonga o'xshagan katta dengizga bordik, suvga tashlashdan oldin shu o'zimni g'oyamni siz bilan tanishtirdim. Endi g'oya ham haqiqatan ham bozor o'lchamasdan emas, bozor chala, bilasiz bu sohada ham. Va ko'p qiymat berishimiz mumkin. Biz Shohjahon aka bilan ko'p narsani maslahat qilgan holda boshladik Renessans loyihasini. Ya'ni davay tadbirkorlar uyg'onsin, bir narsa bo'lsin, ilmlar bo'lsin, ilm ustida qurilsin, nimadir bog' yaralaylik, shundan keyin tadbirkorlar kelsin bizga qo'shilaylik deb. To'g'ri, bu oson bo'lmadi. To'g'ri, bu qaysidir ustozlarimiz aytadi, ba'zi narsalar, ba'zi tadbirkorlik yo'nalishlari yoki qaysidir qadamlar yo'lga chiqqandan keyin ko'rinadi. Yiltiq qiladi. To'g'ri, harakat qilamiz, energiyamiz yillar o'tishi mumkin, balkim u yilti tillo deb o'ylasak agar tosh bo'lib chiqishi ham mumkin. To'g'ri. Bu bor, lekin bizni maqsadimiz boshqa narsa aslida. Mana shu birlashmayotgan tadbirkorlar, o'zim bilaman, mana tizimlarim zo'r deb aslida produkti bo'yicha bitta do'stimiz so'rayapti o'zim xijolat bo'ldim, shu temani ko'tarmoqchi edim. Ya'ni aytyapti, mendan kachesasi yo'q, hamma bozorda sotardim deyapti. Tizim zo'r qo'yilgan menga deyapti. O'zi sotuvim yo'q deyapti. Xo'p, bozorda ulushingiz qancha degan ba'zi bir savollarni endi sizlarning savollar u, men ham berishga harakat qildim. Yo'q, raqam hech kimga yo'q. U endi u raqam paydo bo'ldimi? Uniki tizim edi, lekin raqam endi paydo yo'q. Aslida qilish kerak edi u narsani deb o'ylayman. Shunaqa. Endi qarangda, bu evolyutsiya bilan bog'liq. Chunki mana 2-3 yil oldin ham bozorga nimadir taklif qilganingizda uchganda, uni o'ylab ham o'tirmagansiz, foyda katta bo'lgan, zararlaringizni qoplab ketavergan. Aytdim, 2016-yilda bir nimalar bilan ishlaganmiz deb. O'zbekistonning kiradigan shinalarning katta qismini boshqaradigan kompaniya Xitoyga eksklyuziv shartnomasini uzaytirish kerak. U aytibdiki, falon markadagi shinadan falon ob'yomda olmasang, eksklyuziv bermayman senga, deyapti.
Keyin o'ylanib turibdi, bu shinadan shuncha olingan, o'tgan yili birorta dona sotilmagan. Sotilmaganligini Xitoy talab qo'ygandan keyin bilyapti. Ungacha hech kim tekshirmagan ham buni. Sotilmaganligini. Ya'ni zakup tizimi bormi desa, bor. Sotuv tizimi bor desa, bor, lekin o'lchanmaydi, raqam o'rganilmaydi. Katta korxona bo'lmasa. Keyin buni deydi nimadir qilib отказ qilishimiz kerak. Buncha shina ola olmaymiz. Уже 2x bo'lib ketadi, ostatkamiz ko'payib ketadi. Keyin nima uchun sotilmagan? Bilmayman, sotilmaganda deydi. Хорошо, давай o'lchaymiz dedik. Qidirib chiqsak, ishonsangiz ham, ishonmasangiz ham shu. Почти 10 yil bo'ladi bu keysga. U shina to'g'ri keladigan birorta avtomobil yo'q O'zbekistonda. Avtomobil o'zi yo'q, tadqiqotni qarang. Tushunasizmi? Bu karaga to'g'ri keladigan shina. Maxsus bitta markadagi karaga to'g'ri keladigan narsa. Unaqa kara O'zbekistonda yo'q. Umuman yo'q. Bitta ham yo'q. Lekin yaxshigina ob'yomda kirgan. Mana sizga holat. Keyin kimga sotib kirgan u? Yo'q, Xitoy aytgan olasan degan, prosta olgan bular. Yuk kirgan? Prosta kirgan. Bu o'sha yukni oladigan birorta mashina bormi deb o'ylamam ko'rilmagan. Diskaga ham to'g'ri kelmaydi. Tushunasizmi? Yo'q, shunga tushadigan karani o'zi yo'q. Keyin xat yozilgan Xitoyga, mana shunaqa, mana ma'lumot, bozor tadqiqotlarini qildik biz, imini sizlar uchun qildik. Mana shu ma'lumotlar bo'lsa, bir ko'ringlar, mana bu shinadan olmaymiz. Bu yoqdagi ostatkani nima qilishni ham bilmaymiz. O'tgan safar xo'p deb qo'yganmiz sizlarga, adashib puli ham to'langan. Nima qilishni bilmaymiz degandan keyin Xitoyliklar endi insof bor ekan aytgan, sizlar partnyorsizlar, rostdan ham yo'q bo'lsa, bizga beringlar, biz boshqa bozorga sotamiz buni deb zamina qilib bergan keyin. To есть hamkor bilan ham to'g'ri ishlash kerak. Endi o'zimni kursdoshimda bo'lgan narsa. U to'yxonalarni aylanib chiqqan. Restoranlarni aylanib chiqqanda keyin aytganki, mana shu idishlarni qancha sotasizlar? Bir kunda qancha xarid qilasizlar bir oyda desa, yo biz oylik xarid qilmaymiz degan. Qanaqa bo'ladi desa, biz 6 oyda bir marta Xitoyga borib konteyner bosib kelamiz. Chunki biz oladigan ob'yomda bozorda yetmaydi. Bir xil qilib olish kerak. Har xil qilib ola olmaymiz. Bir xil qilib olishimiz kerak. Labuchkan bo'lsa ham o'sha 6 oy turishga majbur endi. Chunki keyingi konteyner olib kelganimizda almashtiramiz posudani desa, keyin deganda bozorda imkoniyat ko'rgan bular. Butun ma'lumotni erinmasdan yig'gan. Ma'lumotlarni yig'gandan keyin idish ishlab chiqaradigan zavodga borib O'zbekiston bozoriga eksklyuziv distributsiyani so'ragan. Menga eksklyuziv distributsiyani bergin, mana shuncha ob'yom bor, mana shuni men senga qilib beraman. Qayerdan olding buni degan. Men o'zim yig'dim degan. Mana shu ma'lumotni yig'dim. O'zbekiston bozorini bunaqa deb bilmaymiz biz degan. Bizdan yiliga bo'lsa bir 10 ta konteyner mol oladi. Sen 100 ta haqida gapiryapsan desa, sen bilmaysan ularni degan. Ma'lumotlarni asoslab bergandan keyin hozir mana o'sha zavodda O'zbekistondagi rasmiy distribyutor 10 yildan oshadi ular ishlatganiga. Ya'ni raqam ustida agar ishlanadigan bo'lsa, tadqiqotlar bilan bozor chuqurligini, kengligini biladigan bo'lsangiz, maza qilib suzasizda. Esingizda bo'lsa, o'sha dengizga chiqayotgan paytimizda ham aytdi falon joyda akula bo'lish ehtimoli bor dedi. U yoqqa bormaymiz dedi. Bu tarafga boramiz dedi. Demak, o'sha paytda agar borib divingga tushadigan bo'lsangiz, akula bo'lish ehtimoli bo'lsa tusharmidingiz siz? Tushmasdingiz. Endi oldin o'ylamasdan kalla tashagansiz dengizga, nimaga desa, u dengizda akula yo'q. O'sha uchun ishonchingiz komil tashaysiz. Lekin kimdir akula bor deb qo'ysa, nima desa ham tushmaysizda shu suvga. Shunaqa narsa. Endi bizda evolyutsiyada istalgan produkt bozor tortadigan bir paytda hamma biznes qilishni boshlagan. Kerak paytda, kerak joyda bo'lib qolgan, biznesi uchgan. Uni mahsuloti zo'r bo'lgani uchun emas, prosta vaqtida o'sha taklifni berganligi uchun. Uni duxi bor edi, pulini tikdi, shuni hisobiga biznes o'xshadi. Bozor o'zi tortib ketdi. Bu xuddi daryoga tashladingiz, daryoni oqimi bor, oqimda nima qilib turibsiz? Suzyapsiz-da. Chotki suzyapti deysiz. Lekin shunda teskari aylanib, oqimga qarshi 2 marta suzaman desangiz, siz cho'ktirib yuboradi. Oqimni to'g'ri topganlar desak, endi siz basseyndasiz. Basseynni suvi chegaralangan, joyi chegaralangan. Yo'qqa tushganingizdan keyin oqimsiz olib ketmaydi. O'zi suzishingiz kerak.
prosta turishingiz uchun ham joyingizda harakat qilib turishingiz kerak. Hozir bozor shunaqa. Biz akvariumlarda yuribmiz-ku. Habul aka, zo'r, ajoyib haqiqatan ham. Xo'p, biz xohlaymiz to'g'risi o'zimni dardim ham va o'sha Renessans loyihasini tashkil qilgan paytim ham o'zimiz ham ilmimiz bunchalik darajada chuqurlashmagan. Hozir alhamdulillah ustozlar bor, sizlar bor, ajoyib tadbirkorlar bilan kutilmagan raqamlarni ko'ryapmiz-da, kutilmagan bozorlarni ko'ryapmiz. Juda yaxshi. Baribir dardimiz borki, mana shu misol uchun dunyoda Microsoft bormi, Facebook bormi, Amazon bormi, Zara bormi, Fashion bormi, juda kuchli brendlar juda ko'p-da, lekin o'zbek bozorida kimlar chiqdi bir normal eksport qilib yoki normal dunyoda bir brend bo'lib, juda kam. Urganch Baxmal bordir, Sak gilamlari bordir, Ermak bordir misol uchun, lekin biz yanada xohlaymiz shu number 1 bo'lsin, chempion bo'lsin, Messilar chiqsin siz aytganday. Nima qilsakki shu energiya bilan biz Messi darajada, Ronaldo darajada kuchayib ketsak. Nima g'oyalar? Futbol masalasida oladigan bo'lsa, prosta futbol o'ynash kerak bo'ldi. Brend masalasicha so'ramoqchiman. Prosta futbol o'ynash kerak bo'ldi. Misol uchun futbolni qoidasi bilan o'ynasangiz, mana ko'rib turibmiz, bizani ham o'yinchilarimiz legioner, Yevropa ligalarida, Angliya ligalarida chiqib o'ynayapti. Bombardirlar ham bor, Zashniklar ham bor. Hammasi o'zini o'rniga egada. Nimaga prosta futbol o'ynashga qo'yib berishdi ularni. Bo'ldi, shu biznesda ham shu biznes qilish kerak. Ya'ni bu biznes deganda ko'r-ko'rona emas, ilmi bilan yondashib, puxta sabablarini qilib, cho'tki qilib ishlash kerak. Ya'ni natija olaman degan odam prosta o'sha sabablarini qolganlardan ko'ra sal ko'proq qilish kerak. Qolgan natijasiga endi Xudoni o'zi kafilman deb qo'ygan joyda. Endi ilm bilan yondashish kerak. Bizda ko'pincha ishtiyoq bor, ambitsiya bor, lekin uni ilmi yo'qda. Bizda darsda masalan nima bilan gaplashganda men buni bilaman deydi. Хорошо, to'g'ri bilasiz. Meni 2 yoshli bolam ham oyoq kiyimni oyog'iga kiyish kerak ekanligini bilardi. Ko'chaga chiqishdan oldin o'sha tuflichasini ustiga oyog'i bilan bosadi. Shu oyog'niki ekanligini biladi. Shu oyoqni shunga tiqish kerak ekanligini biladi. U ham biladi. Lekin o'sha ipini och, oyoqni sol, kiyimni orqasidan tort, keyin tilchasini to'g'irla, keyin nimachasini o'tkazgin degan joyda o'sha ketma-ketlik, harakatlar ketma-ketlik algoritmlarni oxirigacha bilmaydi u. Lekin oyoqda turish kerak ekanligini biladi. O'sha narsani tutib olib, misol uchun marketing mana shunaqa qilish kerak ekanligini men bilaman deydi. Хорошо, hamma biladi uni. Hamma biladi. Korxonangizdagi уборщица ham biladi. Marketologlarga hamma maslahat beradi. Rasmi? Shunday. O'zi qolib ketadi. Shofyor ham maslahat beradi, уборщица ham maslahat beradi, sizni o'g'lingiz ham maslahat beradi. U yoqdi, bu yoqmadi deydi. Qaysidir qarindoshingiz ham kelib aytadi. Siz marketologlaringiz mana bunday qilsin, ayting deydi, zo'r bo'ladi deydi. Hamma maslahat beradi. Hamma biladi qanday zo'r bo'lish kerak ekanligini, qaysi vanir bilan ishlasangiz zo'r bo'lib ketadi. Hamma biladi uni. Lekin qanday qilamiz endi buni? Ideya zo'r ekan. O'zi aytdingiz-ku, qog'ozga tushirib menga tuzib ber desa, uje javob chiqmay qoladi-da u yog'iga. Xo'p. Kayfingiz chiqdi sizda. Yo, qaranglar, o'zi bizning podkastimizni mantiqlaridan bittasi ham shu. Men noqulay bo'lgan savollarni beraman, Doniyor akam qulay bo'lgan savollarni beradilar. Ustoz, men sizni juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Siz bilan biz Sharm-el-Sheyxga borib, sizning ilmlaringizdan bahramand bo'ldik. Aynan siz bilan birga borgan dasturimizdan keyin mana shu Doniyor akam bilan ikkalamizda shu Renessansni ochish istagi tug'ildi. Siz bergan ilmlarni keltirib korxonalarga sekin-sekin qo'llaganimizdan keyin sotuvdagi konversiyalarni raqamlarda ko'rishni boshladik. Har taraflama foydasi juda ko'p bo'ldi. Ana endi biz xohlaydigan narsa, ana endi ona yurtga qaytamiz, vatanga. 26-sanada Xudo xohlasa tadbirkorlarni bir joyga yig'amiz. Bizani qanday qilib uyg'otgan bo'lsangiz, marketing sohasida mana bunaqa qilish kerak degan shunday kulchani shunday aylantirib qo'yadigan joyi bo'lsa, bizani qanday qilib uyg'otgan bo'lsangiz, biza u yoqqa chaqiradigan mehmonlarimizni ham xuddi shunday uyg'otib qo'yasiz. Sizdan iltimosimiz shu bo'ladi. Endi avvalo Xudo, endi harakat qilamiz. Ko'rsatish kerak bo'lgan formulalar bor. Hozir o'sha maxsus tayyorlayapmiz. Taqdimotni ham yangilab,
Buxoroning realligiga moslab, xudo xolasa yaxshi tadbir qilamiz. Yana kechqurun bizani klubdoshlarimiz, VIP klubdoshlarimiz bor. yaqin. Qariyb 40 ga yaqin, menimcha undan ham ziyodroq bo'lishi mumkin. Shunaqa savollar bo'ladi. Tayyor bo'lasiz endi. Siz men bilaman, siz Ya'ni Kozimxon aka bordilar. Kozimxon To'rayev. Bilasizmi, kapot bazm deydi, o'shana bo'lib ketdi. Ustoz endi kechqurungacha bo'lishi ehtimoli bor. O'shunga boramiz-ku. 40 ta odam, har bittasi bittadan savol bergan vaqtga ham Kozimxon aka soat 12 ga bo'lib ketdi aka. Oshdimi nima? 12 dan oshib ketdi. Shunaqa ochilib ketyapti mavzular. Ana endi Xudo xolasa tayyorlab qo'yapman. Shu o'qib borgandan keyin shokka qolmang, to'xtaman. Buxoroga keldimmi, Las Vegasga keldimmi. O'zi odatda baraka topsin. Hozir o'zi ko'pchilik tadbirkorlar to'g'ri aytdingiz. Marketingga och. Ana shu narsa. Marketing temasi kirishni boshladi. Raqamlar qolib ketdi orqada. Chunki eski taktikalar ishlamayapti. Endi sal uzoqroqni mo'ljallash kerak. Sotuvni gazini bosaman desa, bu yoqda mijoz norozi bo'lib qoladi. Bitta mijozni ko'ngilni olaman desa, ishxona qolib ketadi. Xullas arosat bo'lib qolgan. Shu joyda endi to'g'ri marketing qilib yechim qilaman degan niyat bilan bel bog'lagan tadbirkorlar ko'p, baraka topsin. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, lekin shu biror marta shu paytgacha dachaga taklif qilishadi yoki o'sha maxsus yopiq klublarga, treninglarga tashkil qilishadi. Biror marta uxlaganimni eslolmayman. O'sha dengiz bo'yiga qanday bo'lgan bo'lsa, bu yoq ham shunday bo'ladi. Biror marta uxlaganimni eslolmayman. Shu boshlanadi, chaqchaq. Shu bilan gap-gapiga ulanib, savol ketidan savol chiqib, ochilib ketaveradi. Habibulla akani e'tirof qilish kerak bo'lsa, darhaqiqat o'zimizni ham uyg'ontirgan inson Habibulla aka. Sizga ham katta rahmat ustoz. O'sha paytda ham haqiqatan ham ajoyib safar bo'lgan, hech esimizdan chiqmaydigan 10 kunlik safar bo'lgan bo'lsa ham juda tez o'tgan biz uchun. Yana qaytib shu narsalarni xohlaymiz. Xudo xolasa shu Buxoroda ham ko'p tadbirkorni uyg'otishga sabab bo'ladilar. Aziz tadbirkorlar, bizani kuzatuvchilar, biz Shohjahon bilan yo'lga chiqqan paytda sizlarni uyg'otamiz deganmiz, lekin aksariyatimiz juda ko'plarimiz g'aflatda qolyapmiz. Ya'ni ba'zi raqamlar, ba'zi ishlarimizni ertaga qoldirmasligimiz kerak. Shugun ba'zi ustozlarimiz aytdi, shu soatda qilish kerak deydi. Shu uchun bozor kechirmaydi. Uyg'onishimiz, birlashishimiz vaqti keldi. Bu ustozlardan baribir ajoyib insaytlarni, ilmlarni olishimiz shart. Biza kerak xudo xolasa va ustozdan yana iltimoslar qilamiz xudo xolasa, agar imkon bo'lsa qanaqadir sovg'alar ajratsalar, ilmlar bir konsalting sohasidan boshqa sohasidami qanaqadir bizani o'sha kungi tadbirimizni oxirigacha turgan tadbirkorlarimiz uchun ustozdan iltimos qilamiz. Hali buni tuzatib chiqamiz. Hozirdan qo'rqitmaylik, biz spikerlarning shunaqa holatimiz bor Shohjahon aka bilan. Sizlar uchun ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yamiz xudo xolasa. Nima dedi Shohjahon aka? Ana endi Abdullaga gapni imdorlovchi shunday. Biza bir balo qilib sizlar bu yerdan olib Buxorogacha yetib olamiz-ku aka. Keyin sizlar bog'laringizga yetishgan mevalardan shu tadbirimizni oxiriga tadbirkorlarimizga olib berishimiz kerak. Ana endi nima mevalaringizdan olib ketasiz, savatchani qanday to'ldirib ketasiz, uni o'zingiz bilasiz. Savatcha to'la. Bo'ladimi degan? Savatcha doim to'la. Faqat shu bitta iltimos ko'rasiz deb eshitganmiz sizga. Juda ham. Lekin juda bepul qilmang ustoz. Juda qadr bo'lmas ekan. Bu narsalarni 8 million, 10 million, 8 million bo'lgan Ibrohim Gulyanov darslarni bir 6 dan 5 tasini hadya qilib, bir 2 ta 3 tasi ketmadi qo'yil. Bitta shu iltimos bo'ladi. Ko'pincha ustozlar shu narsani aytishadi. Biz o'zimiz ham darsga borganda bu narsani men yaqinda Ulug'bek Hojiahmedovdan ham eshitdim. Misol uchun Ulug'bek aka O'zbekiston bozorida konsalting degan sohani shu beshigini tebratgan odamda. Azizjon Gaparov, Ulug'bek Hojiahmedov, ular Boboyor To'rayevlar, ular hali treninglar, konsaltinglar degan narsa hali ommaviy bo'lmasdan oldin shu ishlarni qilish boshlagan odamlar. Yirik katta kompaniyalarni shu strategiyalarida boshida soprovождениесida turgan odamlar haligacha o'zlari ham seminarlarga, treninglarga borib, malakalarini oshirib, charxlab turishadi-da. Va borganda men bilaman degan o'sha knopka o'chiriladi. Piyolani bo'shatib,
bo'sh piyola bilan boriladi-da, nimadir olib qaytish uchun. Bu qanaqa bo'ladi desa, siz uchun umuman yangi tema bo'lishi shart emas. Siz bilgan tema, lekin siz bilmagan bir yangi boshqa padacha bilan bo'lishi mumkin. Va o'sha miyadagi neyronlar yaxshiroq mustahkamlanadi. Fikr yana ham teranlashadi. Buni padachasini ko'rgandan keyin siz o'zingiz uchun ham bir yangi narsani kashf qilganday bo'lasiz. Lekin o'sha eski narsa. O'sha eski narsa xuddi hozir 06 ni o'tirib haydab uni kayfini olganday gapda. Lekin 06 hozirgi Malibu'lar boshqalarning oldida hech narsa bo'lmay qoldi. Lekin maza qilib haydayman desangiz, maza qilib haydaysiz shuni. Lekin bu 06 da deb eskirgan mashina deb o'tirsangiz, eskirgan mashina bo'lib ko'rinadi. Nima desangiz o'sha. Bir paytlar bobom haydaydilar. Shu bilan men bobom rahmatlik bog'chaga olib boraydilar deb xotiralar bilan o'tiraman desangiz, sizga shirin xotiralar beradi-da u mashina. Shunaqa. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, shu bilaman degan narsani o'chirib, piyolachani bo'shatib kelsak, iloji boricha to'ldirib ketamiz. O'zimiz ham borganda harakat qilamiz, bu qiyin. Kimdir gapirayotgan payt, siz bilgan narsani kimdir gapirayotgan payt, uni eshitish va uni xuddi bilmaganda eshitish qiyin. Qani bu nima yangi narsa berar ekan deb odam nafsi bor-ku, yoningizda konkurensiya qilib turadi. Mana bu narsani o'xshata olmadi, mana bu gapni aytmadi, mana bunday desa bo'laydi. Buni mana bu joyda bunaqa degan, bu joyda bunaqa degan deb ichkarida solishtirish boshlanadi, ketdi fokus boshqa joyga, o'sha darsdan foyda yo'q yo'qda. Endi nima yutqizamiz bo'lsa, vaqt yutqizamiz. Misol uchun biz o'sha kuni gaplashadigan gap kelgan 200 ta mehmonning ichidan balki ikkitasini nasibasidir. O'zi uchun zo'r insight olib ketadi. O'sha ikkita odam o'sha ishni eshitib, o'zini xulosasini olish uchun balki o'sha 200 ta odam yig'ilgandir. Faqat 190 ta odam bekor ketmasin deyman-da. Shunday. Zo'r. Ajoyib padacha bo'ldi. Gap so'z. Havomizda bor. 6-sanada ustoz sizni kutamiz. Podkastimizdan qariyb 2 soatdan oshdi biz tushunamiz. Juda zo'r berilgan ilmlarga, siz bergan insightlarga rozi bo'lasiz. Qolganini Buxoroda 26-sanada davom ettiramiz. Ana yana razborimiz ham bor, yo'qqa bo'lgan. Shunday marketingdagi aslida marketing ichida yana kiramiz, xudo xolasa. Juda qiyin bo'lgan razborlar bor, muzaffarlar. Biznes Renaissance loyihasida o'tgan safar yangi rekord o'rnatdik. Yangiliklardan aytib o'tishim kerak. 5 million dollarlik loyihani razbor qildik. Buxoro sharoitida 5 million dollarlik loyihani razbor qildik. Bu safargisi bundan zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Ana endi ustoz, sizlarning ilmlaringiz bizga kerak. Ketdik. Xudo xolasa kutamiz ustoz. Haqiqatan ham 2 soat qanday o'tganini bilmaymiz. Ustoz uchun Alloh rozi bo'lsin. Ko'p balaga xizmat qilsak ham kam hisoblanadi. Xo'p, ustoz, bizning bitta an'anamiz bor. Ya'ni Habul akani o'rinlarida keyingi bizning podkastimizda va ochiq seminarlarda kim bo'lishini xohlaysiz deb bitta spikerdan ham so'raymiz va hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, Renaissance loyihasini kuzatuvchilaridan ham so'raymiz. Kim bo'lsa va Buxoro uchun ajoyib ilmlarni bersa, kim bo'lishni xohladik? Men aytib o'tdim podkastning boshida ham Otabek Abdullayev haqida. Otabek bilan men talabaligimdan marketingda bog'lanishim bo'lgan, chunki u kishi ham iqtisodiyot universitetining talabasi bo'lganlar. Biz yoshlik paytimiz ularga havas qilganmiz, u kishini natijalariga qiziqqanmiz. Juda katta kompaniyalarda top urovenda ishlaganlar. Nimadir sabablar bilan Buxoroga qaytish kerak bo'lganda ham o'sha top urovень yo'qolmagan. O'sha fikrlash, respublikaga tatigulik, dunyoga tatigulik fikrlash bor u kishida. Holigacha ham xabarlashib, nima qilib turamiz. Birga Chortoqda ham ishlaganmiz, kakraz ular bilan. Shuning uchun ulardan oladigan gap ko'p deb bilaman. Hozir ham bir nechta muvaffaqiyatli loyihalarni boshqarib yurgizib keladilar. Ham Buxoro farzandi, fikrlar kesishadigan joylar ko'p. Suhbatlashsak maza qilaman u kishi bilan. Men o'zim kutgan bo'lardim Otabek bilan suhbatni. Biz ham xohlaymiz va o'sha paytda aynan siz bilan birga Otabek ham ketishlarini ham xohlaymiz. To'g'risi, Buxoro uchun takror ilmlarni bersak va o'zimiz uchun ilmlarni olsak ham biz ham masa qilamiz o'sishi, Buxoroning auditoriyalarni o'sishini. Xo'p, Shohjahon aka, vaqtimiz bo'ldi menimcha. Hammalaringizdan Xudo rozi bo'lsin. Yo'qotgan vaqtlaringizga
rozi bo'lasizlar va bizning Renessans loyihasi kuzatuvchilari bizlarga obuna bo'lib, ajoyib insaytlar bo'lsa, qanaqadir sizlarni wow degan qanaqadir ma'lumotlaringiz bo'lsa tarqatishga, ilmni tarqatishga, loyihani kuchaytirishga sabab bo'lsangizlar biz ham xursand bo'lardik. Ustoz, siz yo'qotgan vaqtingizga rozi bo'ling. Katta rahmat barchalaringizga. Hammalaringizga kattakon rahmat. Ustoz, yana bir bor Biznes Renessans loyihasida sizni ko'rib turganimizdan juda xursandman. Taklif uchun rahmat. Xudo xolasa Buxoroda ko'rishamiz endi. Xo'p. Hammalaringizga rahmat.